Nima sababdan qamalgansiz? Bir yil otamni qamashdi. Otamdan keyin akamni qamashdi, meni qamashdi. Faqatgina afsuslangan narsam onamni sochlariga oq tushirganim uchun afsuslanaman. Ilk bola video qilib qoldi. Mana shu mavzu birinchi undan boshlangan. Sen gapirganmisan. O'zbekistonni qo'shib gapirdi, keyin meni qo'shib gapirdi. Intriga boshlandi. O'sha Saturnda orasiga tiqib qo'yishyapti. Odilxon, siz o'shalarning ichidanman, shu media liganing ichidanman deb o'ylaysizmi? Tirikchilik qilay deb harakat qilib yurishibdi-da. Men erka bulan uchun O'zbekistonga kelganman. Inshaalloh mazasini qochiraman, yana qaytib ketaveraman. 2 yil zona bersa deganman. Suvda ham peshanasini o'paman deb turibdi. Syomkaladaman deydi. U nastoящий профессиональный боец. Eshitdi o'risi, mana shu bo'yingni bitta urib ko'raman. Shahzod degan bola aldab-suldab qizini uyini tortib olgan. U erkak emas u. U Alfons deydi. U quyib pullab. Shundaysini ko'rganman, onasini zo'rlagan, singlisini zo'rlagan, hammasini ko'rgan. Zonaga ko'p yil o'tgandan bir-birini sevib qolgan odam. Ikkita erkak bir-birini. Dastoni yutay yo dastoni yutqazay. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bizda sizlar uzoq kutgan intervyu podkast. Bugun bizning mehmonimiz Shahzod, butun O'zbekiston tanigan o'sha mashhur Gold va bizning studiyamizga yana qaytgan, xudo xohlasa bundan keyin ko'p proyektlar birgalikda qiladiganimiz Jasminaxon. Jasmina, assalomu alaykum. Shahzod qarshi bo'lmasang, birinchi savolni Jasminaga beraman. Endi ayollar hurmatini qilib. Jasminaxon, nimaga bunaqa ozib ketdingiz? Nima bo'pti? Hayotda ko'pchilik narsalar bo'lib turar ekan. Buni hayot deydilar. O'shaning uchun nef ko'p bo'ldi hayotimda. Va bo'lmagan odamlar hayotingizga kirib qolsa, shunaqa bo'larkan. Aytishadi-yu, yaxshi yerda hayot kishi semiradi. O'shanaqa bo'larkan. Yomonda rost ketar ekan. Shunaqa. Hozir hammasi joy-joyiga tushdimi, yaxshi? Joyda, xudoga shukr. Va ssenariy qilamiz, ko'rganingizdek. Endi sevamiz. Bir necha oydan keyin men semirib o'zim kelib qolaman nasib. Ana bu kishi ham besotdilar уже. O'zlariga kelib. Qamoqdan chiqqandan keyin ancha o'ziga kelib oldi. O'sha ves olishini kutdik-da biz. Mana necha oydan beri intervyu qila olmayotganim sababi men o'zimga kelib olaman, keyin intervyu bo'ladi dedi. O'shaning uchun kutdik. Endi Shahzod savollarni boshlaymiz. Xudo xohlasa mana O'zbekistonga ham qaytib olding. Ancha payt kutdik. O'zbekistonga kelding. Endi Tailanddan bekorga bo'lmadi. Shunaqa hayotingni ancha biz endi ancha yildan beri bilamiz seni. O'zbekiston tanidi, o'sha Tailand davrida O'zbekistonga kelding. Hozir mana O'zbekistonda hozir hammasi joyidan, ishlaring joy-joyiga qo'yib olib, hammasi yaxshi bo'ldimi? Alhamdulillah. Hammasi joyiga ketyapti, o'zimiz o'ylagandek. Hozirgi vaziyatga cheklashlar bor. O'zbekistonga chiqib bo'lmaydi. Ruxsat olamiz iloji boricha O'zbekistonga jang qilishga. Unga ham hali ruxsat yo'q hozir. Shuning uchun hozir jang qilishga ruxsat yo'q. Jang qilishga hozir ruxsat yo'q. Bo'lmasa chiqilgandan vaqtdan o'zi xuddi boqilgan sher bo'ladi-ki, ko'rmay ko'rgisi keladi. Biz ham shuni jang ko'rgimiz kelgan vaqtimiz hozirgi vaziyatlarga ruxsat yo'q. Inshaalloh shu yaqin orada chiqib baribir ishonch bildirishgan, biza iltimos qilganmiz. Shu narsalar sabab bo'lgan, endi chiqib oldi, mana inshaalloh jang qilamiz. Xudo xohlasa endi bo'lsa o'sha ruxsat yo'qligi sabab jang bo'lmayotgan ekan-da. Shunaqa sabablar, ozroqgina shu sabablar bor. Ozroqgina. Ham u ham har bitta narsa yaxshiligi-da. Ungacha o'zimga kela olaman, alhamdulillah o'zimga keldim hamma vaziyatga. Shunaqa. Tailanddan kelganingdagi qamab qo'yishdi. Adashmasam 3 oycha o'tadi, to'g'rimi? 3 oycha o'tdi. Bu narsa hozir qaytarilmaydimi? Faqat o'sha uslovni уже berilgan. Xudo xohlasa o'sha narusheniya bo'lmasa, Shahzod yana yo'q qolmaydi, xudo xohlasa, to'g'rimi? Inshaalloh. Endi shuncha yo'q bo'ldi, endi yo'q bo'lmaymiz endi, xudo xohlasa. Birgalikka qilamiz inshaalloh hamma narsa. O'zi nima sababdan qamalgansiz? Bilsak bo'ladimi? Вообще, давайте kelib bunaqa qilamiz. Sizni tanimagan, bilmagan insonlar uchun nechinchi yilsiz, qayerdansiz, nimadan boshlagansiz, o'shalardan boshlaysiz. Sразу qamoqga yo'qish ketdingiz Farruh aka. Nima hozir ish qilib hozir yaxshimi deb sekin ularga o'tmoqchi edimda. Bu men aytmoqchiman, hamma 99-yil bo'lsa, men 1999-yil 24-oktyabr tug'ilganman. Qashqadaryo, Qarshi shaharda tug'ilganman. Millatim o'zbek.
shunaqa narsa, shunaqa gaplar. Yana nima sababdan qamalganim bo'lsa, endi nima deydi? Biza o'g'il bolalar sal narsaga bir jahli chiqib ketayotgan. Hozir nima sababdan qamalganlarimni aytib bersam, bunga hozir menga ko'p yoshlar qiziqib, yoshlar ko'radi-da. Bu narsadan g'ujurlanib ketib, biz ham qamalib chiqishimiz kerakmi, biz ham janjal qilishimiz kerak bo'lsa, undan ko'tarib ketamiz, ko'tarib ketishimiz mumkin degan narsa xato narsa-da bu. Bu narsa kimgadir yomon narsa, kimgadir yaxshi narsa bo'lib keladi. Bu qamalganlardan kami bir nima deydi, bir 20% odam, 30% odam yaxshi tomonga ketishi mumkin. U odamlarni ko'rgandan keyin, u atmosferaga kirgandan keyin, u odamlarning miningasi har xil odam ko'rasiz. Har xil narsani olganingizdan keyin mana shunaqa ekan, hayot bu yerga ham ovqat berar ekan, boqar ekanki, nima farqi bor? Yana chiqib ko'p marta ko'rganman, jinoyat qilib qaytganlar. Men o'zim ham mana 4-sudimnisman, 3-marta qamalishim. Shuncha qamalib chiqib, o'zimga kelib, ana endi bu narsani bir anaqa qilib o'zimga kelib oldim-da. Shuncha vaqt o'zimga kelmaganman. Endi o'zimga tegishli narsani chiqarib oldim. Desa B, desa ma deb, короче. Shu birinchi marta qamalgansiz. Birinchi qamalganingizda nimani tushunib yetdingiz? Oxirgi martaba qamalib chiqdingizdan keyin qanaqa tushunchaga ega bo'ldingiz? Hozir kimdir faxrlanibdi, qamalganni gapirib chiqibdi deyish mumkin, lekin siz savol berganingizga men javob beraman. Bu narsa hamma ham qamalib chiqishi mumkin. Любой bir kuchida ham bog'lab qo'ysangiz 10 yil ham 15 yil ham o'tirib ketishadi. Sirokda qanday emas, qanaqa o'tirib chiqilganiga qaraydi deydi-da. Shuning uchun sirokka bunday o'tdim, bunaqa o'tdim degan o'zi mujiklar unaqa gap gapirmaydi. Men aytib chiqqan, siz nimani o'yladingiz, nima o'tdi degan narsangizga savol berib ketaman, javob berib ketaman. Birinchisi 2018 sirokimga, birinchi sudimizga 2 yil 6 oy sirok oldim. Yerdan chiqdim. O'zi ko'p narsani o'ylamadim, короче. Bu payt o'ylanmagandim-da. Hech narsa emas ekan, короче, bu narsa degan fikr bo'lgandi men. Yosh bo'lganman. O'zi ikkinchi marta keldim 3 yil 6 oy. O'zi sirok yezoni. O'zi bilolmanki, menga o'zi og'irlashib ketyapti bu narsa. Bu O'zbekistonni mana shunaqada ayb qildingmi, jazosini berasan. Sen kim bo'lishidan qat'iy nazar. Na boy bu, na avtoritet bu. O'zbekistonni javob berasan. Qonunga hamma javob beradi. Sal ayb qilganmiz, to'g'ri. Ayb qildim, hammasini javob berib chiqdim. Men zonaga bo'lgan paytim Sevdankaga onam keladi. Sevdanka ona ko'rgani keladi-da, 3 oyga bir marta Sevdanka ko'rgani keladi. Onamni kelib, onam menga telefon yo'q, hech narsa yo'q. Onam bilan o'tgan vaqtim. Onam o'rtoqlaring yaxshi chempion bo'lib ketdi, bolam. Sen ham ko'chaga bo'lsang, ana shunaqa chempion bo'lgan bo'larding degan narsalarni bergan vaqtda men onamni boshlari, tizzalariga bosh qo'yib, ona, sizning o'g'lingiz inshaalloh sizga aytaman. Butun O'zbekiston emas, butun dunyo taniyotgan o'g'il bo'ladi. Bu narsalarni ko'rdim degan. Faqatgina afsuslangan narsam onamni ko'z yoshini to'kkanim uchun, sochlariga oq tushirganim uchun afsuslanaman. Boshqa narsaga afsuslanmayman. Endi ayb qilganman, kimdir menga gapirgan yo kimdir meni onamni so'kkan, kimdir meni chestimga teggan, har bitta qilgan urushimga ham, har bitta qilgan narsamga ham o'sha uchun qamalganman. Lekin meni orqamdan shuni bilib qo'ysinki, hamma mujik. Shuni bilib qo'yish kerak, ona qiynaladi. Faqat shu onamni qiynalganim uchun men afsuslanaman-da. O'sha payt yoningizda kim qolgan va yoningizda kim o'tib turaman yoningda deb yo'q bo'lib ketgan odamlar ham bormi? Unaqa ko'p narsa bo'lgan, unaqa vaziyat. U o'rganib ham qolingan, u narsa ishonch ham bermay qo'yilgan. Bilaman, meni otam yoshligimdan gapirib chiqib ketadilar. Otam yoshligimdan o'zlari bizani erkalamasdan katta qilganlar otam. Men otamni har bitta gaplarini, o'g'lim, sen bilan faxrlanaman degan gaplarni kutganman-da. Ana shuni endi eshitaman otamdan. Ungacha otam bizga erkalamaganlar. O'g'lim, toy bola deb erkalash mumkin-ku, bizani erkalamaganlar. O'g'lim erkak bu. O'sha yerga ham shunaqa vaziyatga tushib qoldim. Qarang, men hammasini ochiqcha gapiraman. Kimgadir noto'g'riga maqtanish emas. Bu maqtanish ham emas, bu bir faxrlanish ham emas. Bir yil otamni qamashdi. Otamdan keyin akamni qamashdi, meni qamashdi. Uyimizga ayol erkak zot qolmadi uyimizga. Onam,
ayollarim, farzandlarimiz, men farzandim yo'qdi u vaqt, qamalgan vaqtim, o'ylanmagandim. Akamning oilasi, otamning oilasi, ukalarim hamma qolib ketdi. Biza 3 ta erkak qamaldi. Ana shu vaqtda otam menga chiqib kelib, o'g'lim, erkakmisan, ha, boshingni egma. Bir kun hammamiz o'lamiz. Egma. Sen bir birovni sotib ichkariga kirganing yo'q. Bir nima deydi, bir kazalik qilib kirganing yo'q. Shunday qilib, nima deydi, bir fahish ish qilib qamalganing yo'q. O'zing chisting uchun qamalding, to'g'rimi? Ana endi qanaqa qamalgan bo'lsang, shunaqa javobini berib chiq degan narsa menga berganlar-da, shunaqa narsa. Shuning uchun alhamdulillah Alloh berdi. Yo'llazga o'tiribmiz bemalol gaplashib. Shu narsani hozir aytdingiz, bir yomon ish kirganing yo'q deb. Bilmayman hozirgi gap bu qanaqa to'g'ri bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi, lekin erkinlikda ham, ko'chada ham juda ham ko'p o'sha qamoqqa kirish kerak bo'lgan insonlar yurishibdi-da. Chunki rahm dili yaxshi bo'lgan insonlarga tushib qoladi, kechirim so'raydi, uzr so'raydi, ular ustidan yozishmaydi, bo'ldi deb yaxshigina yuraverishadi. Shuning uchun hamma qamalib chiqqan ham yomon emas, qamalmagan statsiyasi yo'q ham yaxshi inson deb aytib bo'lmaydi. Shunday qamalganlarni ichkariga kirasiz 2000, 1500 odam bor. Endi hozir savol javoblarimiz faqat qamoq bilan iborat bo'lib qolyapti-ki, chunki meni hayotim shu qamoqlashganman, qamoqqa o'tirib chiqib, keyin ko'tarib ketilgan vaziyat bo'lyapti. Hozir odamlar bunaqa gaplarni eshitsa faqat qamoq haqida gapirar ekan, faxrlanyapti. Yo'q, faxrlanish emas bu. Bu narsa o'ta yomon. Men dushmanimga ham ravo ko'rmayman u joylarni. Men faxrlanib aytayotganim yo'q. Men aytmoqchimanki, hozir qamalganlarga aytsangiz, kirasiz. Hech qaysini aybi yo'q. Qilgan, lekin birovni pulini olgan, birovni narsasini o'g'irlagan, birovni urgan, zino qilgan, qizlarni zo'rlagan, shundaysini ko'rganman, onasini zo'rlagan, singlisini zo'rlagan, hammasini ko'rgan. Hamma narsasini ko'rgan, hammasini. Yonimga necha kishi o'lib ketgan. Shunday yonimga turganni uni o'ldirib yuborishgan, o'lgan, qaroq. Shunday anolar bor, shunday vaziyatga ziklar nima deydi, arestlarlar bir-biri bilan tortishib qolib, bir-birini o'ldirib yuborgan vaqtlar bo'lgan. Ko'rganmiz. Unga ham yana chora tuzilib, yana u odamlar hayot ushaqa o'rganib qolgan. Lekin nimadir qilsa, meni bekordan qamashgan. Meni aybim bo'lmagan. Aybini tan olmaydi. Lekin o'tiribdi sirokka. Men aytardim o'sha vaqtda, faqat men qilgan ekanman-da. Men urib, men qamalgan ekanman-da. Faqat sizlar qamalmagan ekansiz deb qo'yardim-da. Lekin siz aytayotgan odamlar qamalish kerak degan odamlar aytayotgan odam, bilmaman qanaqa odamni aytyapsiz. Lekin eqqa borsangiz hamma alohida bo'lib ketadi. Mujiklar tomonga. Kazalar tomonga. O'zi hamma har xil. Ko'chaga ham shuku, boylar bilan, radnoylar bilan, bir biznesmenlar bilan, hammasi har xil, sportchilar. Eqqa ham shunaqa. Shunaqa bo'lishi mumkin. Zona sportchini, ko'chani bolalarni sindiradimi? Shunaqa narsa bor. Farruh aka, mushuklar shunaqa narsa bor. Pod berish o'zi uchun zabardli his qiladi. Bilaman. Babushlatim deydi. Babushlatim degani men sizga bu jargoncha bo'ladi. Bu men ko'cha o'zimizga kurtkani ichiga jim yur, sen yaxshi bo'lasan deydi. Ko'chaga. Ichkariga sen babushlatim jim yur, sen yaxshi bo'lasan. Pod bermang hech narsaga. Ertalab 6 ga turing fizratkaga. Sirqo'yish qo'ylar, serqo'yishga borib mehnatingni qil, g'ishga ishla, kechga kel, kitobing bo'lsa kitobing o'qi, choyingni ko'tar, yot. Bo'l. Pod berma. Unga hech kim sindirmaydi sizni. Lekin eqqa ham o'zinikini qo'yotganlar bor-da. Bular gapini qilmasdan, menga qara, bu bo'l yopiladi u. Eqqa lekin izolyator bo'ladi, bor bo'ladi. Bordan keyin 3 oylik bor beradi. Bordan chiqdimi, yana qilaveradimi? Kritik bo'ladi. Bu Navoiyga Skorpion deydi. Kritiga ketadi. Ular eqdagilar lekin sindiradi. Lekin siz kirasiz, paradishni bo'ling, pod bermang hech kimga, o'zi uchun pod zabatlo bo'ling. Bo'l boshliq, bo'l. Qilyapsiz, aybis bu. Sizga fashridindan, sizga yaxshi narsalar beradi. Uydagilar siz 3 kun kirsa, siz yaxshi o'tirib, siz yaxshi mehnat qilasizmi? Sizga 5 kunlab ko'rgani beradi. Odam o'ziga bo'lish kerak ekanda. Agar siz ders kelmasiz, sizni sindirishadi. Любо yo'l bilan sindirib yuborishadi. Shuning uchun O'zbekistonga to'g'rilangan narsa
Anavda O'zbekistonga aka Po'lat Alandar kinolari aytilgan. O'zbekiston zonasiga jo'nataymi deb aka. Jasliqlar bo'lgan bilasizmi? O'ta seriyozli joylar. O'zbekiston zonasi degan paytda hamma qo'lini ko'taradi boshqa dunyodagilar. Bu O'zbekiston zonasi odam tuzatib chiqaraveradi. Tushunganlar tushunib ketadi. Tuzalganlar tuzalib ketadi, tuzalmaganlar o'lib ketadi. Tuzalib chiqsangiz xuddi alhamdulillah mana hammasi joyiga bo'lib chiqib ketishingiz mumkin. Shunaqa narsa. Bitta tushuncha bor-da. Hozir ko'p yoshlar ham juda ham yomon yo'llarga kirib, yopilib ketishyapti. O'sha sizlar urush uchun, kimdir bilan urush uchun o'zingizlarning chestinglarni himoya qilib bo'lmagan hodisa tipa o'ylamagan hodisalaring bo'lib qolib uchun yopilgan bo'lsanglar, hozirgi bolalar yomon narsalar принимать qilib, chekib, qabul qilib yopilib ketishyapti-da. Вот o'sha yoshlarga, вот qamalish уже tayin bo'lgan yoshlarga qanaqa maslahat berardingiz? Hozir shunaqa narsa qilib yurganlarga. Ertasini qanaqa ko'rishini, nimani o'ylab ko'rishini aytardingiz yo'ldan qaytish uchun. Bu bilasizmi nimaga? Tez boyiyman degandan bo'ladi bu narsa. Tez boyib ketaman deydi. Telefonga ko'radi, Instagramga takkoy moshinlar, takkoy narsalar, bular вообще hamma yuribdi-dan bilatavat qilib to'xta tez boyiyman deydi-ki. Bu narsalar, Instagramdagi borki, men sizlarga 70%, 60% yolg'on narsalar ular. To'ppa-to'g'ri. U hammasi yolg'on narsa, 70%, 80% yolg'on narsalar bular. Men ko'p bolalarni ko'rganman. 2005-yil bolalarni ko'rganman, 2006-yil, 2003-yil, 2004-yil bolalar hozir qanaqadir lakasa taylaydi, uni lakasasini boradi, uni topadi, pastava bo'ladi, qamal kelganlarni bilaman. Tabletkachilar deydi. 251. Sizlarga 7 yildan 10 yilgacha. Prezident 2 yil sog'asa ham ular. Ular o'lib ketadi. Bu men ularga ko'pagan o'sha yoqqa men yonimga bo'lgan vaqt aytganman. Bunaqa yo'ldan ket, qayt. Hali ham yettasisan, ukajon. Aka bilmay qo'ydim-da, aka uyga nimada narsa olib kirishim kerak. Uyga narsa olib borish kerak. Undan ko'ra arava tort, aytadi. Arava tort. Siz mayli, men hozir aytish mumkin. O'g'lim katta bo'lsa, otasi qamalib chiqqan bunga hozir deyish mumkin. Nima bilan? Urush bilan deydi. U erkak bo'lsa urushadi-da deydi. Lekin ularni o'g'il otasi qamalib chiqdi, nimasi dori bilan deydi. Nasha sotardi deydi. Tabletga chiqsa bo'l, u bilan gaplashib o'tirmaydi. Eqqa ham bariga bo'lasizmi? Bariga deydi bizning jargon tiliga. Bariga bo'lsa uni siz zabotlashlar qilasiz, biriga o'tirmaysiz bilan, choy ichmaysiz. Chunki nasha sotgan odamlarni zaharlagan. Lekin siz urushgan, yo'nsa bir birovni pulini olgan, yo'nsa o'zingiz chessiz uchun o'tiribsiz, adashib qamalib qolgansizmi? Yo bemalol xuddi o'tirman, shunday choy ichaveramiz. Ularga aytmoqchiman, yo'l topish, shuncha oson pul topishga qiziqmaslik kerak. Harakat qilish kerak, Alloh beradi. Men sizga aytsam, 25 yoshimgacha pul topmaganman. 25 yoshgacha 2024-yil yanvar oyiga chiqdim. 22-yanvarga chiqdim ko'chaga ozodlikka. 3 yil 3 oy o'tirib. 1035 kun o'tib chiqib ketdim. O'shangacha pul topmaganman. Faqatgina otam, akam bolamni pampersiga olib berishgan. Mana Alloh beribdi, harakat qilaman. Menga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilib beraman. Meni yonimdan ketganlarga ham yaxshilik qilib beraman. Shuning uchun Alloh beradi, harakat qilish kerak. Yoshlarga aytmoqchiman, hozir telefonga qiziqib, oddiy pul topish, tez topishga qiziqib qolmaslik kerak. Harakat qilinglar, Alloh beradi. Zabotlasiz qilmaslik kerak. Kimnidir ko'rdinglarmi? Boyroq joyga ishlayaptim, yaxshi ishlab turibdimi? Borishim. Farruh ham yaxshi ishga ishlaydimi? Farruh aka yoniga borishim. Farruh aka, men shunaqa yomon yo'lga kirib ketishim mumkin. Menga bitta pul kelayotgan joy bor. Tanishlaringiz ko'p. Anaqa suvni dealerstozini taniysiz. Yo'qmasa qaysi ranonga o'shanga ishga tiqib qo'ying. Hatto qarovliga bo'lsa ham 5 million oylik bo'lsa, 3 million oylik qilsa, shu odamning yoniga keldimi, yo tanishgan odamga keldimi, yo'q deya olmaydi. Aka nima deysiz? To'g'rimi? To'g'ri. Shunaqa narsa-da. O'z farqiga ko'p sportchilarga shunaqa qilib yordam berganlar. Shunaqa akalar demoqchiman. Ularni hozir Farruh aka tonimaydi-ku o'sha analar. Da, tushunib turibman. O'zi akalar bo'ladi. Da, tushunib turibman. Shunday. Qamondan chiqsak endi. Da. Qamondan chiqding. Ketdi. Keyin qanaqa qilib qamondan chiqqandan keyin o'sha periodda eslaylik, Tailandga borishdan oldin qamondan chiqding. Nima qilding o'sha payt? Sportga qaytish niyat bormidi yoki o'sha bo'l esdan chiqadimi? Men
Yo'q, hayotim hozir bari zonat haqida gap ketamiz. Juda hozir gapirishlaringiz. Endi baribir qanchadir vaqt yoshda o'tganda endi baribir bu narsadan o'tilmaydi. Bu narsani noto'g'ri tushunmanglar. Endi hayotimda bunday narsani aytib berolman, lekin sizlar bu xatoni qilmanglar deyman. Yoshlar meni ko'rayotgan kattalar, onaxonlar ko'rishi mumkin. O'g'illaringizga e'tibor beringlar, bizning yo'limizdan, biza ko'rgan narsalarni ko'rmasin inshaalloh. Televizorlardan boylab berib turardi. O'sha payt Mahmud Murodov ligasi bo'lardi. Men o'sha payt ichkari bo'lganman-da, boshdan oxirigacha ichkari bo'lganman men. MPL boshidan oxirigacha. Ichkari bo'lganman. Televizordan berardi-ki, onlayn. Ko'rsatadi televizorda bu o'ngacha. Hamma tushardi, tanishlar. Men birga tirnoq qilganman bularni. Ishonishmay. Bo'lishi mumkin. Masalan, tirnoq qilib, urush qilyapman, bular bilan yuradi. Ular televizorga chiqib, ularga endi 20 yil, 15 yil, 18 yil, 10 yildan beri o'tganlar bor-da endi. Ularga televizorga chiqish oshkatta narsa. Aka, ishonmayman shu. Men tirnoq qilganman shu. Treneri mana chiqayotgan. Men birga tirnoq qilganman bularman. Men ustozim bo'lgan, ishonmagan aka. Xo'p deganman-da, inshaalloh ko'rasizlar. Shu tilingizda ko'rasizlar. Ko'rasizlar. Chiqdim, o'zim odamlar o'zi sensatsiya aka ko'tarilib ketgan. Kimdirlar zo'r organizatsiya o'shqilibdi, yaxshi pulga o'shqilibdi, hamma ko'tarilib ketgan. Men aytdim, Shahzod, sen yetib kelding yaroch. Hozir yana chiqasan, yana problema, yana qamalib kelish mumkin. Men deb chiqdim-da. Sport yo'nalishida nima qilib degandim, yana kirdim, yana ko'chaga yurdim. Keyin bunisi keladi. Janjal bor deydi. Endi bilib ko'cha tomonga yurdim. Bir akam, yaxshi bir akamning yoniga yurdim. U akamga ham Alloh sinov berib qo'ydi. Nima qilishni bilmayotgan vaqtimda sportga lekin qatnamayman degan joyim. Sportga endi qaytmayman. Bari bo'lmasa kerak degan joyim vaqtim. Akamga Bobur og'ayimki, o'rtog'im. Ispanchik. Telefon qilib, "O'rtoq, Tailandga kelasanmi?" Nima qilaman Tailandga borman, Bobur. O'sha yoqqa men tushunmagan, "Ke, do'stim. Men shu yoqqa yashab yuribman 3 yildan beri. Sen-ki, sen hozir yoqqa yana yursang, yana qamalib ketasan. Sen gap ko'tara olmaysan. Sen-ki" dedi. Bo'ldi dedim. Yaqin men qildim shu. Bilet oldim, ketdim. Borsam jang qiladi. O'zbekistonga ispanchik, unaqa taniqli bo'lmasligi mumkin, lekin Tailandga vaqt taniqli. O'sha Tailand Pukentga juda zivizda. Qayerga qaraysiz rasm yopishtirilgan. Qayerga qaraysiz rasmlar yopishtirilgan. Hamma ispanchik, krasavchik, unaqa tayslar kutib olib, men hayron. Bobur, mana o'rtoq, mana shu yoqqa o'y, mana shu yoqqa joying. Ashundan o'y olasan, mana shu yoqqa turasan, mana shu yoqqa zalga borasan, zal bepul. Mana bu yoqqa urushamiz. Qarayman, jang qiladi, u qiladi. Men aytdim, bo'ldi, qarayman, sportga qiziqishim oshibdi. O'sha paytda keyin sportga shuna kirdik. O'zi 5 oy bo'ldim aka. O'zi 5 oyga Alloh shunaqa berdi. Alloh shunaqa berdi aka. 5 oygacha men borgan vaqtim, menga havas bo'lgan motosikl haydaydi, bilasiz, ko'p motosikl, bayklar zo'r. Men ko'rib bitta mototsiklni, men ola olmasam kerak, mirzo ola olmasa kerak, bunaqa narsa deylar. Men otamning, akamning puli bor, lekin men chiqib pul so'rashga harakat qilmadim aka. Endi shuncha yoshgacha pul so'radim, endi harakat qiladigan narsa bo'ldi-da menga. Eqqa bordim, baykni ko'rdim, ola olmasam kerak degan narsa o'tdi. Yurang, ola olmasam kerak bu narsani. Aka jangni boshladim. Bir hafta bo'layotgan, bir hafta. Har kun jang bor, har kun jang. Bir hafta 6 marta jang qilaman. Bir hafta. Borgandan 15 kun, 5 yil tirnoq qilmay 15 kungacha musobaqa qo'yapti Bobur. Urush qilish bilmaydi, chiqasan urasan deyapti. 3 ta jang o'tkazgan ekan bola. Men burnimni sindirib yubordim men. Chiqolman, men aka qon ko'rsam, men jang qilsam jang qilgim keladi. Dang yilib, so'lam onasini deymiz. Men mayli professional jangchi emasman aka. Professional jangchi emasman. Tan olaman. Meni o'rnimga hozir qancha rekordi baland professional jangchi o'tirish kerak-da, o'zi aslida demoqchiman. Men tan olaman. Men aka jaydar urush qilaman. Ko'chaga qanday urush qilsam, shunday urush qilaman. Menga xarakter bor. Xarakterni qaysi paytda ishlatishdi, aytishga, shunday narsalar ishladim. Endi o'shani ustida ishlayapmiz aka. Harakat qilyapmiz, yaxshi olib ketamiz. Bor, gap bo'lishi mumkin. Yoshligimdan bilasizki men aka. Yoshligimdan bilasiz men buni. Jasur akam shogird bo'lganman. O'sha paytda men menga podkaz olamiz degan payt aka, bo'ldi deganmanda, lekin
Unaqa vaziyatimga yetmaganman nima aka karate jet kundodan urush qilganman, karatedan urush qilganman, rukopashnikdan, bayo sambodan urush qilib yurgan vaqtlarimda. Lekin hozirgi o'sha vaqtga aka 6 marta, 7 marta jang qilib, har bitta konvertimni yiqqanman. Konvertim haligacha o'yga turibdi. Pul konvertga beradi sizga. Konvertni olib ochasiz. $200 urush qiladi. Ispanchiklar $500 urush qiladi ko'p urush qilgani uchun. $200, $300 urush qiladi. Tailandga urush qilayotganlar. O'sha konvertni yiqqanman aka. 40 ta yiqqan ekanman. 5 oy ichi 40 tadan ko'p jang. U kulachkadan tashqari bang o'sha. Chiqardim aka danga. Shu 5 oyda ichi alhamdulillah Alloh. Hozir gapirsam gap ko'p-da. Oyiga bir oyda shunda 8 tadan bo'y kelyapti-da, где-то. Ha aka. Ko'plar aytasan, jang qilmagansan, unaqa qilmagansan. Haftasiga 2 marta jang bo'lgan. Ha aka, bir haftaga 6 marta jang qilganman men. 6 marta shunday vaziyatlar kelgan. 6 travmam bormi, jangga qo'y deyishini bosga. Bosa aytadi, sizlar qayerdansizlar? O'zbekiston bilmasdi aka, I am from Uzbekistan deychidim men. Gap bo'lishmi, Terminatorsanlarmi deychidi. Sola ona yoqsa yoqib ketaveradi aka, tushunamizmi? Alloh berdi aka. Urush qildim o'zi 5 oymi. Shunday borsam hype'larga boy qilayotgan ekan. Birinchi hype boy edi. Konteyner ichiga. Unga Dana Hoker kelgan. UFC jangchisi Dana Hoker. Odamlar yig'ilgan 100 ta para bor, boshqa joylardan odam bor, vagonning ichiga bo'libdi. Haqi bar biladi, hype'chilar bo'lgan ko'rchi, kulachga urushayotgan zivizdalar. Men o'sha payt sochlarim o'sgan aka. Menga ham o'sha paytda o'q o'tmaydi alhamdulillah menga. Borganman, menga shunday kelibdi. Birinchi aromat. Menga aka yaxshilik degan aytib ketaman men. Shunday kelib Gold, sen Goldmisan, Instagram ko'rganman debdi. Ha, o'sha payt 300 ming, 400 ming подписчикim bor. Taroziga chiq deb, shunday taroziga chiqdim. 75 kilomi chiqdi. Tabii bir boy qilasam, yo boy qilmayman dedim, mana boyim bor dedim. Kattaroq boyga urush qilishim kerak, o'sha ham $500 pulga urush qilishim kerak. Ading minut deyapti. Ading minut urushasan deyapti. Ading para deyapti. Bu ading 1 minut urush qilin ekan o'zi. Voy deyapman. Ha, 1 minut, bitta bo'lsa 1 minut urush qilish. Yo'qopti men yo'q. Kulachgaman. Odamlar yig'ildi, ko'rgan bo'lsangiz. Birinchi jangimda u meni. 100 ta odam urushgan bo'lsa, manaman degan zivizlar turibdi aka. Dana Hoker shunday mikrofonni olib shunday gapirdi. Shunday jangimizga shunday mikrofonni qo'ydi, o'sha paytda uxlatib qo'ydim bala. U Mayvezerda birga men bilan tushgan bola Mayvezer bilan birga sparring ishlayverar ekan u. Sparring nima deydi? Partner deydi-ki, ha, shunaqa parasi ekan. U narsalarni bosdi-da anavi ispanchik. Aka bitta o'nni ko'rsatdim, shuni bitta chap soldim. O'sha ispanning oyog'ini tagiga qulab qo'ygan. Shu payti aka Dana Hoker borki, musulmon bola emas-da u. Armasalgan yutdi-ki. Shunday O'zbekiston dedim-da, Alloh akbar dedim. Shunday ko'ribdan Alloh akbar deb Dana Hoker deb shuni aytiraverdim. O'sha payt o'shandan keyin bitta video qo'yilibdi. Siz bilan ulab qo'yilgandi bilasiz, bilsangiz. Bir kunga 5 million urdi. Arma neriyani degan. Hype egasi. Hype egasi. Qarayapti, ganistersan deyapti, gol deyapti. U sochlar, chandiqlarim, hayotni ko'ryapti, hammadan chiqib ketib boshlangan, bu xuddi bu kino rejissor kinoda taxlangan bo'lib boribdi-da. Ko'tarilishimga ham avvalo Alloh, ular sababi bor, sababchilari bor. Ularni inshaalloh unutmayman. Shular sababchida sportga kirib kelishim. Tailandga bordim, o'sha turishni boshladim. Bo'ylab o'tdi, keyin adashmasam bitta bo'yindan oldin o'sha chiqayotganda o'sha videoyindan keyin Gold videolar tarqalib ketdi O'zbekistonda. Ko'chada urushganda o'xshamiz deb o'sha bo'ydan oldin qilgan videoying ko'p joyga tarqaldi. Reelsda menga ko'pchilik tashlashni boshladi. Mana anu jasur zal yurgan bolamada deb. Endi seni ma'bud yurganda eslaydiganlar bordi. Misol uchun biz endi seni yaxshi bilamiz-ku, endi bir ko'rganlar bordi. Ha, shu bo'ladi. Yo'q, shu o'zgarib ketibdi. Tailandda ham bo'ldi. Ketdi o'shandagi videolaring. Mana o'sha paytda mana chiqib shunaqa videolar qilishlar bu nima ichki emotsiyami yoki qanaqangidir bir internet, endi hozir zamon internetga kelib qo'ygan-ku, yoki shunaqa internetda bir anaqa qilamiz deb bo'lganmi shu narsalar? Qarang, videolar. Men ketishim oldi, Tailandga uchib ketishim oldiga 19 ming подписчигim bor edi. 19 ming.
u odamlar menga nimaga podpisatsiya bo'lgan? Ko'chaga, jargonga urchum-burchum qilib yurgan vaqtlarim yoshlar podpisatsiya bo'lganda. 19000 podpiskim bor edi. Shunga bordim. U da jang qilaman, men yoqadi. Videoda qo'shdimmi? U payt men hayb qilish, bo'lmasa videoga xayolimga bo'lmagan. Odamlar menga ko'rayotgan qiziqishsin, jang qanaqa bo'lishini. Men alhamdulillah ulardan qo'rqmayman, lekin bir kun kelib o'lishimizni bilaman-da. Men shuni udar bo'lsa, o'q kelayotgan bo'lsam to'g'ri boraman-da. Qo'ydim garoji, bu ko'chaga qanday urishsa shunday uradi. Bang bung dedim garoji. Ne chiqildi, dang dung u jang qilindimi? O'shandan keyin hayb berdim. Undan keyin beqa haybga uronmanmi? U videoim 5 million, bu videom o'zi 5 million. O'zi Alloh beribdi. O'zi ko'tarilyapti aka. Men borgan kunim o'sha baykda, o'sha mototsiklni ola olmasa kerak degan motosiklim bitta jang qildim. Shuna Armaniston Troma Bexga gold deyapti, ruscha. Men tushunmayman. Boburda olib yuraman yana beq. Переводчик bo'lish. Shuning uchun o'tgan safardagi endi anonimni aytib kelganman-da. O'qinglar, ruschani, o'zbekcha, ingliz o'zularingiz uchun qiynalib yurmaysizlar demoqchiman. O'rganinglar. Ha, o'rganish kerak. Zo'r motosikl, o'sha motosikl, ko'rgan mototsiklganmi, xayol qilgan mototsiklni ola olmasam kerak deganini padarga qilyapti bo'yimdan keyin. Men deyapti, men aytdim. Qarang mototsiklga, onam borganlar. Endi kattaligini aytib beraman-da uni. Onam chaqirgan motosiklimga farzandim, men, ayolim, onam bilamiz. Ketdim aylantirgan olib chiqaman. Endi tasavvur qiling, qanaqa mototsikl. Semeyniy degan mashin bor-ku, shu semeyniy mototsikl ekan. Mototsikl mana bunaqa o'zi 15 kun haydadim yangi mototsikl. 15 kundan keyin bo'ldi. Ispanchik sotib yubordi, eshitdim, ispanchik sotib yubordi. O'sha yerda nima deydi, Tailandda yurgan paytingda men просто boshini eslolmay qolganman-da. Просто hozir esimdan chiqib ketmasligini so'rayapman-da. Aktiv bomba bo'ldi. Sani butun SNGda muhokama qilishi boshlandi, gapirishi boshlandi. O'shanda bir kun erki bola video qilib qoldi. Gol degani paydo bo'libdi dedi. Sen haqingda gapirdi. Mana shu mavzu birinchi undan boshlanganmi yo birinchi sen gapirganmisan erki bola haqida? Qarang, men erka bilan вообще menga esimga ham yo'q edi. Men e'tibor ham bermaganman. O'sha gold chiqibdi dedi. O'sha Amerikaga vaqt. Endi unga uni hamma odamlar kelib intriga qilib ko'tarardi men bilan. Men lekin hech qachon gapirmaganman, bilman ham bermaganman. Gold chiqibdi degan narsani taylashdi, qaysi hammani o'qildi. O'shanga ham gapirmadim. Mayli deb qo'ydim, gapiraversin. Keyin u yana Saturnga gapirib chiqdi-da, bilsangiz, qanchadan vaqtdan keyin Saturnga aytdi, 4ta 5 tani bor deyapti o'zi O'zbekistonga, 4ta 5 tani bor, bitta mazani qo'chirib deyapti, sizlarni chiqarib yuboraman deyapti. O'sha narsa O'zbekistonni qo'shib gapirdi, keyin meni qo'shib gapirdi o'shandan keyin o'zi intriga boshlandi aka. Bir-birimizga jang qilamiz. O'zi shu Tailandda yurganingizda O'zbekistonda bo'layotgan narsalarni kuzatdingizmi? Nima deb o'yladingiz o'sha payt? Xulosa qanaqa vaziyatga? Sport olamini aytibdi. Sport olamida, misol uchun mana mediadagi sportchilar ichidagi nima bo'lib yurganini ko'rdingizmi? O'shanda nima deb o'ylaysiz, xulosangiz? Endi nima deyman, u media baselar sifatida aytmoqchisiz-da, to'g'rimi? Chunki deganda nimaga tushuntirib ketaman hozir? Chunki deganda hozir sizda ham mediaga qo'shib yuborishyapti-da odamlar. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, shunaqa bo'lib qoldiki, mediaga qo'shib yuborishyapti. Sizda ham o'sha ismini aytmayman deyman, hozir yana video aylanadi-da. O'sha Saturnda orasiga tiqib qo'yishyapti, Kamil Karatani orasiga qo'yishyapti, Odilxon, siz, yana kim bor bizda? Asosan shularni orasiga seni qo'shayotgani. Shularni orasiga sizni qo'shyapti-da. Shularni izdan kuzatgansiz-ku. Siz o'shalarning ichidanman, shu media ligani ichidanman deb o'ylaysizmi yoki yo'q, men bari boshqachaman deb o'ylaysizmi? Yo'q, endi mayli shularni ichiga men uni o'zi yaxshi sportga yurganlar. Yaxshi hammasi tushunadi bu narsalar. Bularni ichiga qo'yib qo'yishayotgan bo'lsa, mayli qo'yib qo'yaverishsin. Ular ham o'zimizni og'aynimiz, akamiz, ukamiz. Ular ham shu narsa tirikchilik qilay deb harakat qilib yurishibdi-da. Direktor xato narsa qilayotganda va qimor reklama qilayotganda u ham bir kun kelib tushunib yetadi bu narsani. U narsalarga lekin bu narsa davomiylik bo'lib
vaqt bilan ko'rinadi-da. Men oldin jang qilaman, gapiraman. Jang qilaman, gapiraman. Jang qilmay hozirgi vaziyatimga. Jang qilmay gapiraman. Jang qilmay gapiramanmi? Sizga yoqmaydi bu. Ko'rasiz, fash ko'p gapirib yubordi, bu ham mediachi ekanda o'tkazaverasiz. To'g'ri, odamlarning gapi to'g'ridir. Mediachiman. Men boy ham qilardim, media ham qilardim. Boy ham qilardim, media ham qilardim. Ishni qilib keyin gapirardim demoqchisiz-da. Ishni qilaman, destva qilaman, so'rab olaman. Destva qilaman, so'rab olaman. U yarashardi menga. U chotki. Hozir destva qilmay gapirsam odamlarga yoqmaydi u. Gap birinchi qilish, seni keyin gapir deydi-da. Lekin media ham kerak-da sizga. Media kerak. Hozir shunaqa bo'lib qolganda. Avvalo Alloh, rizqni Alloh beradi. Lekin sizda mana boqadi, masalan, sabab chiqib qo'yadi. Media qilasiz, to'g'rimi? Prosmotr bo'ladi. Siz kelasiz, kiyim do'kon qilib bering, yoki magazin qilib bering, reklama qilib bering. Akam keladi, mana reklama qilardi deysiz. Shu narsadan so'q qolamanmi? Shu narsadan. Shu narsadan keyin boqib uydagilar o'qilasiz. Lekin bu media qilishda ham kerakli narsalarni qilish kerak. Masalan, o'ynab chiqib, qaddagi narsalarni qilmay, nimalarlar qilib, u kerak emas bu narsa. Erta indin katta bo'ladi odam. Men hayotimga kelib mana shu narsani aytdim. Men o'zi 25 ga kirganman, 26 ga kirdim. 26 ga kirdim, lekin kallam 65 yosh. Bilaman, 65 yosh. Ko'p kattalar bilan suhbat qilganman. Ko'p katta odamlar, ichkariga ham katta odamlar bilan suhbat qilganman. Chunki katta narsadan suhbat qilsangiz, ko'p narsani olasiz. Men oldingi mana hozir shu 5 yil, 6 yil, 7 yil arqamga shunday qarasam, qo'rqaman arqamdagilar. Shunaqa bo'lgan ekanmanmi? Shunaqa bola bo'lgan ekanmanmi? Men hozirgi Shahzod hozirgi goldan 5 barobar yomon bo'lganman. 10 barobar yomon bo'lganman arqaga. Men o'ylayman, ana shu vaqtda o'zi o'sha sport yo'lanishiga, ko'chaga sarflamay, ana shuni bo'ki sportga yo'llanishim kerak edi, o'sha tuxumni. Nastavnik degan narsa bo'lmagan shekilli. O'sha testvam, menga qo'rqish bo'lmagan. Hozir ham alhamdulillah yo'q qo'rqish. Lekin arqam o'sha vaqtda vaqti bo'lgan ekanda, odamlar urib chapqa qilib taylar birmush o'lib qolsa, bilasanmi, qancha yil ketadi. Narsa bo'lmaganda menga. Hozir shuni narsani o'ylayman. Ularga ham shuni aytaman, mediani qil, chotki narsani qil, keyin gapir. Ana qil, destva qil. Yo'qsa musobaqalardan yutqazib qo'ysam nima bo'ladi? Mendan media qochadimi? Yutqazib qo'ysam menga odamlarning e'tibori qochadimi degan narsani o'ylash mumkin. Media baysizlar. Qo'rqmanglar. Hayotga qo'rqmaslik kerak. Men hozir inshaalloh yutqazmay, agar yutqazib qo'ysam ham gram xafa bo'lmayman. Shunday erta chaqirasiz, men sizga shunday podkast qo'yib turaman. Yutqazgan taqdirga. Lekin dastonni yutqazishni xohlayman inshaalloh. Dastonni yutay yo dastonni yutqazay. Yutqazsam shunday. Lekin nimaga men xafa bo'lmayman? Hayotimga yutqazgan joylarimga musobaqani yutqazish hech narsa emas. Hayotimga qoqilgan joylarimga. To'g'ri. Musobaqa hech narsa emas. Odamlar gap yo'q deb zo'r ko'taradi. Shunday bitta zirt qilib qo'ygandan keyin o'zlari ko'tarib o'zlari tushirib yuborishadi. Hozir mana shu ko'taradi, tushiradi deganingga Tailanddagi Gold bilan Toshkentdagi hozir Goldni raznicasi bo'lib qoldi, farqi bo'lib qoldi. Odamlarga shu payt yurganda yoqadi. Faqat video qiladi, chiqadi, o'xshadi. Xuddi shunaqa edi-da. Hozir endi O'zbekistonga keldi, endi kimdir yoningga kelyapti, tam eski tanishlardan videolar qiladi, reklamalar paydo bo'lyapti. Misol uchun Goldni Instagramida nima deydi, boshqa narsalarni ko'rsatdi. U yoqda yurganda boshqa edi. Hozir mana Toshkentga endi baribir o'zgardi-da. Endi hozir ham jang qilishga ruxsat berishmayapti. Mana o'zing ham jang qilmayapsan, endi formaga qaytyapsan. Mana shu o'zgarishligi nima sabab bo'lyapti? Mana shu sani ko'ngling bo'shligimi? Misol uchun men ham sen bilan keldim, bitta-ikkita video qildim. To'g'ri, men seni qarab tashlamadim. Misol uchun tashlasam, qo'yib yubor, iltimos ham qabul qilasan hijolat bo'lib, lekin ko'raman, nechtasi kelib shuni qilib tashyapti-da. Misol uchun mana shunaqa o'zgarishlarga nima sabab bo'lyapti o'zingda? Qanaqa o'zgarish? Endi mana qara, Tailanddagi Goldni eslaysan, buni chetdan qarasang, endi hozir Toshkentdagi Goldni qarasang, sal boshqa bo'lib qoldi. Bu yoqqa kelib mediani kuchaytiryapti. То есть unga vizib tashlash, bunga ответ qilish, keyin reklamalar, Tailandda yurganda reklama почти bo'lmasdi. Bo'ydan oldin bitta cho'tki gapirarding, motivatsiya berarding, chiqarding, yurarding, bo'ldi, shunaqa edi. Endi aka, hozirgi vaziyatga bu aytgan gapim, jang qilmayapman-ki. Jang qilmagan sababli shunaqa bo'lyapti. Lekin shunaqa vaqt keladi, hozirgi vaqtda jangni shunaqa qilamiz, xudo xolasa ko'rasiz. Lekin hozir mediaga qarab qoldi-da. Hozir video qilayotgan, jang qilmayman, video qilaman. Jang qilmayman, video qilaman. Shu narsa odamlarga yoqmayapti. Bizning O'zbekistonimizga jang kerak.
Jang ham qanaqa narsa, jang ham qanaqa kerak? Bir zirishni bo'yli kerak. Qonlar chiqib janglar kerak. Ular yoqadi. Men shunaqa jangni ko'rsatish uchun men asl O'zbekistonga kelganman. Men O'zbekistonga kelmasam men hamma narsam yetarli edi, aka. Men shunchalik ko'tarilgan taqdirga menga villa berishdi, uy berishdi bepul. Menga mashin bor, mashinim bor. Har oy pul berishadi. Kontrakim bor. Armanning o'zi hayibdi o'zi hamma narsamni qilib bergan. Tailandlik bosslar hamma o'zi qilib bergan. Pul topaman. Oilam yonimga, farzandlarim yonimga, onamni Lubovaga chaqira olaman. Onamni xohlagan paytim boshqa davlatga olib keta oladigan vaziyatim bor. Lekin O'zbekistonga kela olmayman. Men O'zbekistonga ketib, ko'tarib ketgandan keyin qidiruvim qo'yildi men. Qidiruv borligimni bildim. Keyin nima sababdan keldim? Men O'zbekiston shuni bilinglar, men sizlar uchun kelganman. Nima sababdan keldim? Men gapirib yurishni xohlamayman, destivaga amal ko'rsatish uchun kelganman. Tailanddan kelib, u video qo'ydi, O'zbekistonga kela olmaydi, uni problemasi bor dedi. Bilsangiz, erkak bo'lan. Uni problemasi bor dedi. Men u Tailandga keldim, Tailandga kelmadimmi? Men shu sababli O'zbekistonga u uchun keldim. Bu narsani men hamma joyga sizga ham gapirdim. Sud zaliga oxirgi so'z beradi. Oxirgi so'zdan keyin sizga oxirgi xuddi o'lishingiz oldin oxirgi so'z berib osish oldi, kinolar bo'ladiki, oxirgi so'zni aytasiz, keyin osib o'rashadi. Xuddi o'zimizni shunaqa sudga ham shu oxirgi so'z deydi sizga. Oxirgi so'zingizni berasiz, sizga yo srok beradi, yo sizni ozodlikka chiqaradi. O'sha narsani men sudyaga ham aytganman, ham O'zbekistonga. Men erkak bulan uchun O'zbekistonga kelganman. Uraman. Inshaalloh mazasini qochiraman, yana qaytib ketaveraman degan kelganman. O'zi keldim, qidiruvim borligini bildim. Qidiruvim borligini bilib ham kelmasam bo'lardi. 4-sudimni qamalib ketaman, hayolimga degan narsalar bo'lmadi. Shuncha bayrog'imni ko'tardim. Bo'ldi, kelaman, meni kechirishadi deb kelgan vaqtim O'zbekistonga keldim aka. O'zbekistonga keldim, Shayxdan. Sen qidiruvni o'sha Tailandda bilding-a? Tailandga bildim. Meni qarang aka, nima bo'ladi? Tailanddan shuna ana kompyuterdan o'taman, menga aytib qizil chiqarib beradi o'zi. Rozga turgan, "O, sen qidiruvgasan" deyapti. Sani borsang qamashadi deyapti kompyuterda. Men aytdim, "Men yer qamassa, men O'zbekistonga ketaman." Ozroq bo'lsa ham foydam tegdi deb o'ylayman. Bayrog'imiz osib mana degan joylarga urush qildi aka. Shunaqa janglar bo'ldi. Video qo'yilayotgan janglar bo'ldi. Video qo'yilmayotgan janglar bor. Tushundingmi? Hamma kiradi, katta odamlar. Telefonlar bo'lmaydi, jang qilasiz. Shunaqa janglar qancha bo'ldi? Qilliqqa janglar qildi aka. O'zimiz bilamiz. Yurishni janglar bo'ldi, chotka janglar bo'ldi. Ham O'zbekistonda bayrog'i, "Qayerdansan sen?" "I am from Uzbekistan." Ozroq bo'lsa ham bayroqni ko'rsatib, o'sha narsa menga foyda beradi deb keldim. Alhamdulillah, men yo'llazga o'tirman, mana shu narsa foyda bo'ldi menga. O'zbekiston yordam berdi juda katta. Mana o'sha vaqtda eslasakda, sen o'sha narsani bilding, chegaradan o'tgandan keyin bitta video murojaat qilding O'zbekistonga, shu men kelyapman deb o'shanda ichingda nimalar o'tdi? Misol uchun hozir kelasan, o'sha seni olib kirib ketishadi, o'sha qidiruvda bo'lgandan keyin baribir aeroportda bu muhokama qilinmaydi-da, oldin olib kirib qamab qo'yishadi, keyin sudda bu o'sha anaqa qilinadi, muhokama qilinadi. O'shanda ichingda nima o'tdi? Hozir yana borasan, yana qamalasan. Tailanddan o'sha O'zbekistonga qaytib kelayotgan vaqtingda-da. Men akam aeroportga kirdim. Hech kim bilmaydi kelayotganim O'zbekistonga. Onam biladilar. O'sha uydagilarni biladi faqat. Lekin menga ham surpriz bo'lgan, chunki men sen Dubayda UFC'ni kutayotgandim. Men sen Dubayda UFC'ni kutyapman, sen O'zbekistonga ketib qo'yasan. Shu ispancha ham bilmaydi. Shuna videoni qo'ydim. Men shunaqa, men borsam shunaqa bo'ladi, shunaqa qamashadi. Agar men anaqa qilsanglar, men aybim yo'q. Chunki aybim bo'lmagan, aybim bo'lgan gap bo'lishi mumkin emas. O'shaqa borligi, men aybim bo'lgan. Meni yonimdagi ukalar urush qilgan, ular ham bildi, ular ham Ishkalga borgansizda kimlardan urushgan? Ishkaldagilar ham gap bo'lishi mumkin, davosi yo'q, ular tushuntirib berdi. Shuning uchun ozodlikka chiqamiz. Mana yana aytsam, o'sha paytda video qo'ydim. 2 rakat namozni o'qidim-da, Allohga tavakkal qildim-da. Otamga ham video qo'yganman, Instagramga qo'ydim. Ota, men yo'lga chiqaman, Allohimma tavakkal deganman. Shuni aka aeroportdan kelib tushdimmi? Men O'zbekistonga chiqib ketayotgan vaqtim hech kim tonimagan 19 ming podpiskim bor edi. Qaytib kelaman o'zi 950 ming podpiskim bilan kelaman. Hali 1 million bo'lmaganman, 930 mingman.
Shuni O'zbekistonga kelolmay aeroport kirolman. Men unaqa taniqli bo'lib ketganini bilmaganman-da akaman. Odamlar men aytaman, qayerga keldim O'zbekistongami? O'zbekiston shunaqa. Men o'z yulduzli duchora chalinolman. Tailandga unaqa emasdi, mana buni zizda yuribdi, yusi baytlar yuriydi. Boy rasm tushamiz golupay sochlarim bor aka, sochlarim bor, pishi zver. Maydaman. Bu yerga kelib shuni akalar kutib turibdi, o'zi bilaman, ketaman. Akalar shunday keldi. Kishanni urishdi. Bilaman aka, shuning uchun keldim. Aka shu bilan ketildi. Joy bo'ldi. Keyin o'sha sud jarayoni boshlandi, to'g'rimi? Sudli bo'ldi. O'sha yerda endi qanaqangi nima deydi? Endi baribir bekorga qidiruvga berilmaganda, bu qanaqangidir o'sha jinoiy ish, o'sha buni yechimi qanaqa bo'ldi o'zi? Qanaqa qilib sani mana shunaqa yaxshi sharoitlarda qo'yib olishdi, misol uchun hozir uy qamoqxonasidasan-da, to'g'rimi? Sudya menga 2 yil qamoq bersa, sudya ham peshonasini o'paman deb turibdi. Xursandchiligimdan. Tushunabsizmi? Mana vaziyatim. Sud kamroq bersa do'standa. Ha, sudya menga qamoq bersa, ozodliklar menga bera ol, hali menga hayolimga yo'q aka. Men uchun havas ozodlik. 2 yil zona bersa deganman. Sudya Qozobo sizga rahmat deyman dedim. Menga Qozobo ozodlik berdi. Saidov Olmazor raisi. Men u odamni endi hayotimga esimga tushmaydi. 70 yildan beri uxlab qolsam shunday Shahzodjon shunday o'yg'atsa, sim chiqarib o'rgansa Saidov deyman. Olmazor raisi. Aka, men rozi edim qamalib ketishim kerak. Chunki 4-sudimni esma aka. Har bittasi tugallash bo'lmagan. Men har bittasi isroq olganman chunki isrogimni. Bu ham ketdi deb o'yladim-da. Yana kattaroq bo'lib ketadi deb o'ylaganman. Ha, bo'ldi. Men ketdim deb o'yladim. Menga prokuror 5 yil isroqiy so'radi. 5 yil berishni xohlayman dedi. Qorovulchi bo'ladiki, 5 yil isroqiy so'rayman dedi. Menga qaradim 5 yildan men aytdim, tak o'yladim hozir. Xatiya dedim. 1 yil o'zi, men qarang. Birinchisi 2 yil 6 oy olganman. Obshi 2 yil 6 oy. 3 oydan keyin qamoqlanma 3 yil 6 oy. 1 yil qo'shilibdimi? Ha? U serozlashib ketadi qarang. Obshi strogiy zona. 4-5-yil qotganlarniki. 3 yil 6 oydan keyin 277 bo'libdi hammasi, endi 5 yil berishga to'g'ri keladi srok. 5 yil berishga. 5 yil strogiy berishingizni xohlayman deyapti prokuror. In vaqti emotsiyani men sizga tushuntirib bera olmayman. U paytda yuragingizni urishi qulog'ingizga yechiladi, men sizga javob beraman. Конечно. Ya. Ketdiz 5 yil. Aka, bu devor boshqa-da hayot. Bu devor boshqa hayot bo'ladi-da, sindonay bo'lsa. Lekin O'zbekistonga bu hayot boshqa narsa. Men shunday bilganman, qo'ltiqqa sutotgan reksonalarni yeb ko'rishgan shikalat deb. Shuni odamlar bilaman. Yeb ko'rgan shikalat deb. Tushundingizmi? Shunday hayot boshqa narsa. Men Tailandga borib, ikkita erkak sevishib yurgani ko'rganman, yo'qsa ikkita men u narsalar hayron bo'lib qolmaganman-da. Keyin Bobur aytgan, "Qanaqa hayron bo'lib qolmaysan, ikkita erkak, zonaga ko'p." Zonaga ko'p yil o'tgandan bir-birini sevib qolgan odamlar. Ikkita erkak bir-birini. Shuning uchun hamma toza kirib, toza chiqib ketmaydi. Shuning uchun tomonlar qamalmaslik kerak. Aka, menga kirib borgan paytim aytishgan, menga shuni kirib borgan paytim otam kelib, "O'g'lim" deganlar, "Ha" degan paytim, "Ko'p gapirma, ko'p eshit, yutasan" deganlar. Senga kimdir gapiryaptimi, eshit oxirigacha. Siz menga aytishingiz mumkin. Shahzod chiqasan 1-2 dang urasan, bilan 10 uradi, sen chap urasan. Chap urasan deyishingiz mumkin. To'g'rimi? Men u narsani bilaman. Lekin men bilsam sizga eshitib o'tirishim kerak. Gapini bo'lma deganlar. Sizga men gapirib turgan paytim o'zi 3-4 ta narsani eshitib ol. O'sha narsani amal qilsang yutasan ko'p joyga. Hayotga ham ko'mdan narsa. Xuddi motivator bo'lib ketganim yo'q, men hayotimga bu narsa bo'lgan narsa. Birinchisi, ko'p gapirma, ko'p eshit. Sizni bilgandan ikkinchisi, siz bilgan narsani gapirsa, uni bo'lmay gapini eshit. Men bilaman, aka gapirayotmaydim-a. Uchinchisi, siz gapirayotgan paytda shuni bu kishi qarab olaman, siz gapiryapsiz, bitta qaradimmi, qaytib gapirma. Uchinchisi, to'rtinchisi ko'p kulma. Kulma. Hayotga sistemaga shu ko'p kulma. Ko'p kuldingizmi? Bo'ldi sizni ham sevib qolishadi. Zonada. Ha.
ko'p kulmang. Nimaga? Sen qachib kulayotgan joying bor. Qayerda kulasan? Sani eskitdan ko'ting po'q payti og'aylaring yoniga kulasan. Og'aylaringni yoniga, oilangni yoniga kulasan. Ko'p kulib, vaqar kulishing. Boshqa joyga kulma, hurmatingni yo'qotib qo'yasan. Mana shu narsa bilib, xuddi pabushlatim dedim-ki, kurtka bo'lib, xo'p bo'ladi, pot bermay yurib, aka, to'g'ri yotib, mana shuni yotardim ekan, shuni yotasiz. Chapga ham o'ngga ham bururmaysiz, mana shuni yotasiz. O'zi 6 5 15 takam 6 o'zi ser qo'yish qo'yiladi, yo'q qo'yish qo'yiladi. Turlar ketdi soat 10 gacha. Chap 10 burilib yotishgan emasmi, shu o'g'il bola shuni yotiladi, shuni yotilar aka. Ana shunday hayot aka, u erqa shunaqa hayot bo'layapti. Shunaylar bor aka, abijinni deydi ular. Bir-birini sevib qolgan, bir-biriga xat yozgan, "Men buni sevaman, men buni bilan birga xonaga qo'yinglar" deb ochganlarni ko'rganman men o'zim. O shuncha Tailandga borib, bu narsa menga seriozni tuyulmaganda. Shuning uchun qamalish degan narsa, bunaqa bir narsa, bir seriozni narsani hech uzoqroq yuringlar. O'shiga uzoqroq yuringlar. Hozir O'zbekistonda ham bunaqalar ko'payib ketgan. O'zi chiqonmi? O'zbekistonga men Sakatiskaga ko'payib ketgan sevdanikilar. Ikkita erkak sevdanika. Onasini emzi. Ularni yo'q qilib ko'z mayli. Demokratiyadan asos. Zamon shunaqa. Mana endi hozir ozodlik desa, endi qachondan baribir jang qilishga ruxsat berishadi-yu, o'sha taxminan ma'lummi qachon jang qilsang bo'ladi? Mana shunga qilib turibmiz, inshaalloh. Shu ro'za oldi yo masalan ro'zadan keyin jang qilaman, xudo xohlasa. Jang qilaman. Qanaqa jang bo'ladi bu taxminan? MMA, kulachka? Men o'zi jang qilgim keladi, men kulachka emas. MMA ga jang qilishim mumkin, lekingina erkak bilan inshaalloh MMA ga jang bo'ladi. Men o'zimda jang qilgim keladi, kulachka jang qilgim keladi aka. Qo'l oyoq bo'lsa, qo'l oyoq urishgim keladi, lekin MMA ga bunday chappa bo'lib yotib urish qilib dam olib, bunaqa kulachkalar dam olish bo'lmaydi. Erkaklar faqat stoykada urishadi-ku, adashmasam. Tang qo'yildi, dang soldi zonasini. Kimdir yiqilsa yiqildi, sonasi qonadi, bo'lsa bo'ldi. Mana shunaqa jang qilgim keladi. Lekin inshaalloh yo boksdan yo kulachkadan jang bo'ladi aka. Sizlar kutgan jang bo'ladi inshaalloh. Hozir endi Gold aktiv kattalik paytida hamma o'zi tashlayotdi-da. Kim ko'zi Gold debdi. Shularning ichida kim bilan jang bo'lishi mumkin? Yaqinrog'i ehtimoli kattasi. Bularning ichigami? Bilmadim hali lekin. Hali ruxsat yo'q-ku. Menimcha ruxsat olgandan keyin birinchi erkak bilan chiqadi, bo'ldi. Endi erkak bilan mana qarang, erkak bilan necha yildan beri formada yuribdi. Zo'r holatda. Hozir unga ham выгодный Gold bilan jang qilish. U oldin mana bu aytibdi-ku, men erkak bo'langa men даже vizit ham tashlamaganman, gapirmaganman ham deb. Uni aktivini ko'ryapti-da. Gold deyapti. Undan oldin Saturn degan edi. Undan oldin mana Saturn gapirishidan oldin uni ham anaqa erkak bilan o'zi gapirganda. Unda ham shunaqa istoriya bo'lib ketgan. Endi Saturn sal aktivi endi tushdi deb ular hisobladi. Gold sani o'tib ketding-ku, nomerading bo'lib ketding, sanga chiqdi-da. Yaxshi formada yuribdi. U erkak bilan yolg'onchi, u haqiqiy sportsmen. Men aktyorman deydi, syomkalardaman deydi. U nastoящий professionalniy boец. Просто shou biznes orqali o'zini anaqa bekitadi. Men professional boец emasman, men просто как hobby deydi. Mana hozir Amerikan top timga UFC boysi tayyorlangan joyga 3 oyga trenirovka ketyapti. U yerda vashchi zver bo'lib qaytadi. O'zi hozir moshniy formada. Nikulin hardcore chempion, u zo'r boksyor. Da Nikulin vashchi bez forma kelgan, gonorarni eshitgan, "O, davay, ushaman" degan. Nima bo'lishini biz уже hammamiz bilardik, o'sha narsa bo'ldi. Chunki erkak bilan haqiqiy professional boец. Aka, gap yo'q. Yaxshi bola. Gap yo'q, yaxshi bola, panatkali bola. Yo'qsa nima cheska qo'shib qo'yilgan, cheska deyotgan gaplarni gapirmaydi. Yaxshi sportsmen. Aka, lekin u tayyorgarligi bilan xossan tayyorgarligi ancha farqi bor. Bu joyga trenirovka qilsin. Bu joyga men degan professional jangchilarman, jang qilaversin, o'rganaverasan aka. Jangga chiq deysan, shuni loboga chiqib ketaman. Ben o'ringa bo'lay, yo'qsa
unga o'zimga formga kelay yo formga kelmay farqi yo'q. Men Allohga tavakkal qilganman har doim o'xshagan. Bunga ham Allohga tavakkal qilaman, inshaalloh o'xshab ketadi, Xudo xolasa deyman. Lekin ungacha jangga chiq degan insoning to'g'ri inson bo'lish kerak-da. Hozir esa ahmoq inson bo'ladi. Menejerlar birgalikka, mana o'ziz birgalikka ishlaymiz, Xudo xolasa. Lekin mana jang degandan birdan bizga uyushtirib berib keta olmaydi unaqa. Unaqa narsa yo'qki. Ungacha ham menejerlar bilan suhbatlashamiz, janglarga ruxsat bo'lsin. Jang bo'l ruxsat qilib, jang qilaversin degan narsa bo'lsa, asta-asta o'ylashamiz aka, bitta vaqt qilinadi. Bu jang uchun kelingan, bu jang bo'ladi. Inshaalloh. Unga ham omadini tilayman, tayyorgarlikni zo'r qilib, bo'yinlarni kacha qilib ishlaydigan unaqa texnikalar. Shularni ishlab yaxshi bo'lsin. Mana bo'yinimni bunday qilaman-ki, ana urib ko'rsin-da aka. Men aytaman, 5 ta ursin mana shu bo'yinni. Bitta urib ko'raman. Bitta urib ko'rsataman. Faqat ursa, mayli 5 o'yini ham tekkizsin. Men unga ko'rsataman-da, shuni poyiz urdimi, odam urdimi, ekspeditsiya kelib suyan yig'ida olmaydi. Afrosiyob urdimi deydi O'zbekistonda. Shu paytda ko'ramiz, Xudo xolasa. Avvalo Alloh. Yaqinda Kamil bilan bo'ylar ancha qizib ketdi, mana shu o'zib qoldi, tam kelish kerak edi, tam adashmasam shu yil oxiridagi turnirda sizlarning janglarning muhokamasi bo'tdi. Bu jang shu hozir to'xtab qoldi, esdan chiqib ketdi. Nima o'sha jang o'xshamadi? O'sha ruxsat yo'qligi uchunmi? Yo'q, ruxsat yo'qligi uchun emas. Aka, bu jang odamlar telefon qiladi, mana ular legalar telefon qilsa ko'p pul so'rar ekan. Bu yaxshi jangchi, PR-imiz bor, kattaroq pul so'rar ekan. Kamilmi? Kamil shunaqa qilar ekan. Men bilan keldi, mana yaxshi 30-chi urush qilishga, yaqinga 30-chi boy bo'ladi kulashganiga, uniki keldi, boksyorlarniki ko'p pul so'rayapti, yo'qsa unaqa qilishyapti dedi shu narsa. Keyin qarasam javob beraversam, odamlarga ham yoqmayapti, faqat PR. Men odamlardan shuni xohlayman, menga Tailandga vaqt qanaqa motivatsiya bergan, vaqt qanaqa g'ujurlanganman. Endi men senga aktiv uchun qilyapsam, yo men senga sen padishgan aktiv uchun so'rayapsan Instagramga. Yo'q, aktiv uchun emas. Sizda har bitta gapingiz odamga, sportsmenga motivatsiya bo'ladi. Hammaga shunaqa. To'g'rimi? Prosta hozir bilasizmi nima bo'lyapti? Siz Tailandda bo'lganingizda rostdan ham nimadir ko'rsatgansizda, O'zbekistonda itak gapirib chiqadiganlar ko'p, siz ham o'shalarning safiga kirib qolganingiz uchun odamlar negativga o'tib ketdi siz tomonga. Chunki bunday olib qarasa O'zbekistonda hozir hamma gapirib chiqyapti. Любой situatsiyani gapirib chiqishyapti. Действие yo'q, faqat gapirib chiqishyapti. Особенно erkaklar, hozir erkaklar shunaqa bo'lgan. O'zlari otiladi, o'zlari boshlaydi hamma narsani. Keyin уже u otilayotgandan keyin javob berish kerak-da bitta. Bitta o'tirg'izib qo'yish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. O'sha odamlarni medasiga tegdi. Shunaqa narsa, Xudo xolasa, deystva qilamiz. Harakat qilamiz, odamlarga ko'rsatamiz. Shuning uchun padishgan ayamaslik kerak. Lekin gapirmasa ham bo'lmaydilar. Chunki deganda Instagramdan hozir pul topadilar, ish topadilar. Polnustida, misol uchun o'zim blog yuritganim uchun u narsani tushunaman. Lekin odamlar bor, ishla deydi. Uje bunaqa ishlagan odam bilan bunaqa ishlagan odam farqi katta-da. Lekin gapirayotgan odamlar, negativ odamlar ham ular ham yaxshi ko'rib tomosha qiladi. Da. Bitta bayroq ostidamizda. Mana hozir ko'p yozishyapti, erkak bilandan yutqazib qo'yasan. U keldi, 1 yil ichib alkash bo'lib yurgan. Dagang solli chiqib ketdi. Gapi yo'q, urdi, qanday bo'lsa ham yutdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir yutqazasan deb har bitta yozayotgan odamlar ham lekin yutishimizni xohlaydi. Chunki bitta bayroq ostida. Xohlaydi, to'g'ri. Lekin bizda nimagadir odamlarda shunaqa tushuncha, podдержканы negativdan beradi, negativ orqali beradi. Yaxshi gapirmaydi, yomon gapiradi. O'zbekistonga aktiv bo'yicha, O'zbekistonga motivatsiya, O'zbekistonga dalda bo'yicha, kuch bo'yicha aktiv O'zbekiston podдержка juda kuchli. Da, juda kuchli. Hamma biladi. Negativ orqali juda kuchli. Mana shu erkak bilanni ham yoki Qozog'istondan ko'pdir O'zbekistonga unas ko'p fanatlar ko'pdir O'zbekistonniki. O'zbekistondagilar uni zo'r podдержка ko'tarib yubordi. Nechun bizdan ham O'zbekiston mana shunday fanatlar ko'tarib turibmiz. Shuning uchun mana shu yerga kelib birga gaplashib o'tirganmiz. Bu gap bo'lishi mumkin emas. Inshaalloh uni har bittasini isbotlaymiz, har bitta. Hamma narsa ruxsat bo'lsin. To'g'rimi aka? Jang bo'ladi. Qamoqdan chiqqaningda ancha ozib ketuvding. Hozirmi ko'ramiz, ancha formaga kelib qolibsan. Hozir tirnovkalar yaxshi ketyaptimi? Tirnovkalar. Nimadan bo'lyapti hozir? MMA? Hozir boksdan qilaman. Ramiz akam bor, yoshligimda bilasiz o'zimizda akamiz. Ramiz akam o'zlari boksga qo'yaptilar, qo'lga chotka bo'lyapti, texnikalarni qo'yamiz.
o'zimizga kelib olaylik sal MMAga bo'layotgan bo'lsa Jasga ustozimga ham bo'laman. Meni ustozim yoshligimdan ko'p urush qilman, ko'p janjal qilman deb oldindan gapirib berganlar ekan. MMAga bo'lsa Jasur akamga boramiz. Hozirgi boksga bo'lyapti. Boksga Ramz akamga boraman. Crossfitga chiqib turibman. Shoh akam, Shahsabzli akam. O'shanga chiqib turibman aka. Shunaqa narsalar endi tayyorgarlik ko'rib, sal o'zimizga kelib, mana siz bilan birinchi ko'p kishi chiqdi, podkast qilaylik, gaplashaylik, gapirardik. Endi chiqqan vaqtim Farruh aka sizga oldindan inshaalloh sizga beriladi, mana shunaqa. Endi men ham semizlikni kutdim-da, hozir. Ha, chotki bo'lib turadi-da, ne qilib. Zirt. Amne aka u erkak kishi sal xarakter bir g'uchurlik bo'lib turish kerak-da. Men bunday qarayman, alakda sochlarni jikka taralgan bo'lsa, oppoqqina o'g'il bolani, endi o'g'il bola degan qoshlarini terdirib olgan bir ikkita o'g'il bolalarimiz oppoqqina bo'lib, bir nejnegina bo'lgan, qo'lchalari unaqa qanaqadir u nima deydi? Ne panatkada u. Erkak degan bir tomirlar chiqqan. Erkak buni bir ushlagan payti bir qizlarni deyman-da, bir sochidan bunday bo'yindan ushlagan payti erkakni qo'li. Boshqa qo'lingiz bilan ko'rsating, iltimos. Yo'q. Boshqa qo'lingiz bilan. Bu joyni kesib tashlanglar. Erkak qo'lini sezganday bo'lsin deyman-da. Hozir bir ikkita bolalar bor. Nejni, unaqa qilib yuribdi, bir qizchasi bilan tortishadimi? Unaqa qiladimi? Bo'lmaydi, u aka. Internetda tortishadi. Ha, internetga tortishadi. Farruh akani qarada tema qo'shib ketyaptilar. Ot qarang, zo'r hozir shunga kelib qoldi. O'zinglar olib keldinglar, mayli deymiz. O'zi yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, bitta Shahzod degan bola, siz emas endi. Boshqa bitta Shahzod degan bola aldab-suldab qizini uyini tortib olgan. Ko'rdingizmi? O'sha tema bo'lib ketdi-ku, katta tema bo'lib ketdi. Uyini olib qo'ygan, kimdir mashina olib qo'ygan, kimdir yana nimadir. Qizlarning puliga yashab, xotinning puliga yashab yurgan insonlarga, erkaklarga qanaqa qaraysiz? Erkak deb bo'ladimi ular? U erkak emas u. U Alfons deydi. U quypilot deydi u narsani. So'kinib yubordim, endi ana bo'ladi. Kechirasizlar. Endi shunaqa narsa deganga odam erkak degan jon aytayapti-da. Men bolalarga aytib ketaman. Hozirgi vaziyatga shunaqa bo'lib ketgan, yoshroq bolalar chiqadi, yaxshiroq qanaqa kengashganlarni topib olishim kerak deydi. Ha, shunaqa. Puli bor opalarni ergashib olsam, meni boqib yuradi deydi. Men uni deydi, yurayman u bilan, sevishib yurayman, men narsam qilib yursin deydi. U narsa juda bir iflos narsa. U eng panatkasi yo'q insonlar. Ayolingizni, yo'q, mana bu pulidan, yo'qmasa o'sha qizni pulidan yurdingizmi, u yaxshi narsa emas u. U nima deydi? Oxir eng konchinli narsa deb o'ylayman. Kiyinishkilaman yuraman deb, yo'qmasa ko'p odamni ayoli, ko'p odam eri hozir safarga-da aka. Oilasini boqaman deb ketgan. Men shularga iltimos qilib qolamanki, 4 oygami, 5 oygami qaytib turinglar. Umar ibn Hattob qizlardan so'ragan ayol kishi erdan keyin qancha sabr qila olasa, 4 yil, 4 oy qanchadir kun aytgan, shu 4 oylar vaqt aytilganda, deb ketganlar. O'shani aytmoqchiman, safarga bo'lsanglar ham qaytish kerak. Men qanchasi bilan birga o'tdim, xotinni ko'p o'ldirgan. Ansa xotinim xiyonat qilib qo'ydi. Xotinni o'ldirgan. Kelgan 20 yil ketdi. Anaqa bolani o'zi qolib ketdi. Men shuni aytib qolaman. Safardagilar hatiyab o'ylanglar, yo'qmasa birga olib ketinglar. Nimaga qaranglar, shu narsalar bor. 2 oyga, 3 oyga oilasini Sevdanga olib keladi-da O'zbekistonga. Qamoqqa bo'lsa ham Sevdanga ko'rgan kela olasiz. Ukangizni, eringizni. Menga aytadi, "Sen o'zi 5 yil qamalgan bo'lsa, to'rtta bola qayerdan?" Yo'q, Sevdanga ayol keladi u. Ya? Sevdanga kelib turishadi. Qamoqqa bor Sevdan narsa, sen sabr qila olmaysan, sabr qil deyish mumkin musofirdan turib. Yo'q, sabr qila olmaydi emas. Ayolni erkakdan ko'ra, xohishi, sog'inchi ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Shu narsani kelib turish kerak, yo'qsa olib ketish kerak. Keyin u xotinni o'ldirib qamaldi deylik. Ana u erkak, ana u bolacha bo'ldi, yuradi boshqaman, yana ketdi. Bu bitta odam, bitta oila qurib ketdi. Unga islomdan ham qattiq so'raladi. Ko'cha tomondan ham qattiq so'raladi. Aka, qiyomat kuni eri rozi bo'lmaguncha o'sha bolani, o'sha ayolni, kimdir yuradi-ku ayol bilan. Uni eri rozi bo'lmaguncha uni so'roq qattiq bo'lar ekanda o'sha bolani. Xotini yurotgan. Uni ko'chaga ham islomdan ham so'roq olish qattiq uni so'rovi. Shuning uchun urodi pulini yurotgan vaqtlaringiz. Qizchadan pul olay deylik. $500 opachalardan pul olay deylik.
qarang, siz yigitizdan pul oldi deylik. Siz bemalol yigitiz gapira olasiz. Bugun mana bu yoqqa borib ovqatlanamiz. Siz mana bunaqa kiyimni kiying, mana bunaqa istoriya qo'yasiz, mana bu yoqqa Instagram kirasiz deb bemalol ayta olasiz. Chunki siz pul berib turasiz yigitizga. Ikkitiz pul ololmasligi uchun ham siz pul ololmay qolmayman demaslik, pul ololmay qolmaslik mumkin degan narsani qilmaydi, xo'p siz gapingizga kiraveradi. O'rin almashadi-da. Da, joy almashadi-da. Ha, to'g'rimi? Da. Sizga pul beraversin, sizga bemalol qarayversin, nima kam. Siz yigitiz u, siz eringiz. Da, shunaqa. To'g'rimi? Sizga nima ekan? Men buni telefon olishim kerak, bo'lmasa bunaqa ko'chaga chiqdim, sizga pul beraversa, siz menga shuncha xarajat qilyapti, bo'lmasa menga shuncha nima qilyapti, men uni aytganini qilmasam qanaqa ayolman deysiz. To'g'rimi? Shuning uchun aytganim unaqa narsadan uzoqroq yurish kerak. Erkaklar. U konchillik ishi u bolalar. To'g'ri aytasiz, gapingizga qo'shilaman. Sen hozir hayotiy narsalarni gapiryapsan, bu yerda Jasmin ko'zida boshqa narsalar aylanyapti-da. Flashbacklar. Hayotga bo'lganmi deyman siz kinolarda? Yo'q, qo'ying. Anaqa seriallarda chiqaman ko'p, o'sha yerda bo'lgan. Ha, shunaqa bo'lganmi deysiz? Seriallarda bo'lgan. U erkakni hisoblamang uni. O'zimizni yonimizga olib kelsangiz-ki, u bola bo'lsa, men erkaklikni tushuntirib qo'yman, yonimizga olaverib. Mana bunaqa erkak bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi. Yo'q, aka U qo'ying. erkaklikni tushuntirgandan keyin u erkakdan tug'aman deb qolasiz-da siz. Ha, u salgina tushuntirish berish kerak-da unga, to'g'rimi aka? Nechta bo'ldi? 4ta bo'ldimi, bola? Aka, ha, 4ta bo'ldi, Xudoga shukr. Nechta plan? Plan hali bor bo'ladi, plan bo'ladi, Xudo xolasa. Aka, islomni ummatni ko'paytirish kerak, Xudo xolasa. Inshaalloh dasturnidan tug'ilgan dasturni bo'ladi. Bu kishi aytayotgandek, pul olayotganlardan olirsa, qon buziladi-ya. Bola o'zi katta bo'lishi, yana pul olinadi deb katta bo'ladi-da. Ha, o'g'lim o'ylama, katta bo'lsa ham biron xotin olasan, xotining boqaveradi deydi. Bizda otamiz unaqa tarbiya bermaganda, o'g'lim sen kimni yaxshi ko'rasan deganlar. Otam shuni yaxshi ko'raman. O'yla ol o'g'lim deganlar. Yana bitta tema bor-da, hozir endi bilmayman eshitilaringmi yo'qmi. Qizlar yigit sovg'a qilgan, boshqa sovg'a qilgan gullarni bitta saytda sotishyapti-da. O'sha ayolingizga gul sovg'a qilsangizda, ayolingiz sotganini ko'rib qolsangiz, qanaqa reaksiya bo'lardi? Ayolingiz deganga xotin hisoblanadi. Noda? Ha? Qarang, xotiningiz, misol uchun siz xotiningizga sovg'a beryapsiz, gul beryapsiz-da. Gul qandoqda? So'lida tashadim deyapti. Keyin bundoq qarasangiz, siz o'sha saytda o'zingiz gulingizni ko'ribsiz. Bu narsani menga unaqa narsa bo'lmaganda, ayol uni ko'pincha qizchalar qilishi mumkin. Oldin sevishib yurgan, ko'chada sevishib yurgan bolalar qizlar qilishi mumkin. Hozir shunaqa qilishyapti-da ko'p. Sevishib yurgan qizlar qilishi mumkin. Sevishib yurgan bolalar, lekin ayoli xotini birga yashab yurgan xotinini qila olmasa kerak deb o'ylayman. Lekin shunaqa qilyapti qizlar. Men ko'rdim o'sha saytda, kirdim, kimni sovg'a qiladi, uni sotuvga qo'yib oladi. Qancha tez qo'ysa, shuncha narxi yaxshi bo'ladi. O'shandan keyin qizlar ham navbatda gulni so'rovchilar ko'payib ketdi. Menga gul ber debdi. Ha, mana shu gul beruvchi bolalar bitta gapirib ketadi. Gapirib. Shuni hisobini olib, ko'pchilik gul beradi. O'shani hisobini olib gapiradi. Bitta aytib ketay, ularning ichi bodir yo'qmi, yo'qdir. Aka, shunaqa bolalarni bilaman-da. Meni ham yonimda og'aylarim juda ko'p. Shunaqa sevishib, gul berayotgan bolalar ham bor. Gul berayotganlar onasi ana shu bolalar borga bir marta ham gul bermagan deb o'ylayman, bir ikkitalar. Foiz bor-da, shuni onasiga gul bermagan deb o'ylayman. Unga jonim, asalim, sevaman sizni shirin, mana gulni bering, har safar gul. Uni xursand bo'lish uchun qanaqadir million gullarda beradi. Lekin onasiga biror marta bir gul berib, sizni yaxshi ko'raman, ona deb ayta olmaydi. Aka, ayta olmaydi. Men shunday bolalarni ko'rganman. Onasi, onam noqulay, uyalaman. Lekin qizchasiga har safar gaplashib aytadi aka. Lekin onaga ayta olmaydi shu narsani. Aka, men shunday telefon qilaman hozir. Shunday, onajonim, sizni yaxshi ko'raman, onajon, sizni sevaman. Bilasizsan deyman, onajonim, bilaman o'g'lim. Birdan gapda o'ylab ketdi. Hozirgi vaziyat, lekin yaxshi ko'rmayman, sevaman sizni deb ayta olmagan onasiga, ona sizni yaxshi ko'raman, sevaman. Nima bo'ldi, bolajonim, tinchlikmi deb boshlaydi. To'g'ri lekin. To'g'rimi? Lekin u har doim qizchasi sizni sevaman, u azalim. Aka, bu bola onaga yaxshi ko'raman, onajon sevaman, onajon deb sizda o'ylangan bo'lsangiz, xotiningizni oyog'idan, onangizni oyog'i qarang, onangizni oyog'idan, xotiningizni oyog'idan ko'p o'pmasi, xotiningizni yoniga onangizni oyog'idan o'ping. Xotiniz onangiz yuziga qara olmaydi. Onamning oyog'i, onasini shunchalik hurmat qilib o'pibdi. Agar onasi nimadir nitoq qilib qo'ysa, men kallam uzib taylaydi. Aka, shuning uchun aytmoqchiman,
ona aka men ko'p onamni ko'p anav qilaman. Ko'p otam ham dostoyniy, ko'p otam ham zo'r motivatsiya beradilar, lekin ona u boshqacha zot aka. Shuni qamalib qoling aka. Siz uchun hech kim turib bermayotgan vaqtga, sizdan hamma o'zini olayotgan vaqtga, shuni onaga telefon qilib, ona men o'rnimga siz o'tirib berasizmi desa, ona ikkilanmas ha deydi. Aka, vallohi bittagina ona aka, xo'p balam sen uchun o'tirib beraman deydi. Agar birgina o'ylov bo'lmasa aka, agar siskanish ham bo'lmaydi. O'ylov bo'lmaydi. Faqatgina u narsani ona ayta oladi. Nimaga deysizmi? Aka, Malaziyadan uchib kelganman-da, bir kun oldin 5 yulduzli gostinitsa yotgandim. 5 yulduzli gostinitsa yotganman. Qolgan 2,5 yil, 3,5 yil bir o'tgan vaqtim chiqib kelgan paytim unday qiynalmaganman. 3 oy o'tirib chiqsam paytim sochlarimgacha oq tushib ketdi, men o'zi oq tushmagan bola. Shuning uchun erkak bilan aytdim, sochlarimga oq tushsan uchun deganim, men u uchun kelib sochimga oq tushdi-da. U uchun urushganman deb kelganman. Shuning uchun sababda olib kirib ketay. Kelib 5 yulduzli gostinitsaga bir kun oldin yotib, bir kundan keyin 4 kishilik xonaga 12-kishi kirib bo'lib kirib bordim. Tosh turmay. Bitta xonada shuncha ko'p turdi. Bitta xonaga ichiga anu hojatxonasi ham ichiga. Bu xona, u xona katta bu xona, u xonada. 4 kishilik xonaga 12-kishi bo'lib kirib bordim aka. Qolgan 11tasi ham sigaret chekadi, bitta men chekmayman. Siz tasavvur qiling aka. Alloh shunday ko'tarib ham qo'yadi. Agar ko'p narsa xato qilaverasam, Alloh shuni tushirib ham qo'yadi. Men xatomni o'yladim-da, ko'tarildim, ichkariga kirib qoldim, xato qildim. To'xta, yaxshilikka turdim. Alhamdulillah, hammasi yaxshilik bo'lib ketdi. O'sha vaqt aytmoqchimanki, 12 ta odam nima sababdan qamalgansiz deyman. Har bitta odamda haqqi, yosh kattalar bu. Bittasi aytadi, shundan bunaqa sababli qaraydan, bunaqa bittasi dori sotgan, bittasi nasha sotganman, bittasi o'g'irlik qilganman, bittasi davlat pulini yeganman, bittasi alla pul olganman. Bittasi yosh qizchani bir zo'rlab qo'ygandir, qo'shnisi nima sababdan? Ular aytib beradi aka. Ulardan hatto bunday qilsam bunday bo'lar ekan degan dars olasizda. Xato bunday qilsam bunaqa xato bo'lar ekan. To'g'ri. Nima sababdan? Ichkilikdan bo'lgan. Ko'p narsa aka ichkilikdan. Ko'p qamalganlar ichkilikdan, chakkilikdan bo'lgan. Bu narsani qilmaslik kerak ekan. Bu narsani qilmaslik kerak ekan degan narsa dars bo'ladi odamga. Shuning uchun yosh kattalar, shuni 66 yoshdaman kallam dedim. Shuning uchun yosh kattalardan ko'p narsa olganman. Mana shunday qilsam xato bo'ladi, mana shunday qilsam xato bo'ladi. Shuning uchun ulardan so'raganmanki, faqatgina kelayotgan odamni ko'p varianti balamga 2 ta non olib boray. Har 15 kunga dashka olib keladi-da, O'zbekistonda har bitta ko'chan ovqatini yeysiz 15 kunga dashka beradi. Ularni ko'p aksariyat olib kelayotgan ona olib keladi aka. Ona. 80 yoshliligini ham ko'rganman, ona olib kelganda balamga berib ketadi. Shu vaqt hamma ichidagi guring bo'ladi. Kim qoladi? Faqatgina ona yo ota, aka qoladi aka. Ularni ham lekin oilasi bor-da boshqa. O'g'illari bor, farzandlari bor. Lekin u narsani ona o'ylamaydi aka. Shunday telefon qilasiz, ona men uchun bir. O'g'lim sen uchun mayli. Ona o'ylamay, seskamay, mayli sen uchun roziman o'g'lim, qayerga boray deydi. Boshqa odam gapira olmaydi bu narsa. Shuning uchun onam sal ona tegmay qo'shib ketdim-da aka. To'g'ri aytasiz. Hozir ko'p yoshlar onani hurmatini qilmayapti. Maktabda o'qib yurganlar mana koloniyaga qancha bolalar ketib qolyapti-da, misol uchun. To'g'ri. Shuning uchun ko'p qizcha sevaman Ansalim degandan ko'ra birinchi onaga aytib qo'yish kerak. O'zi вообще отношениyaga aka vaqt sarflash xato deb o'ylayman. Men shu narsani aytib qolaman. Men o'zim mehribon bo'lib tutaman, onamni xursand qilaman. Lekin mendan 15 marotaba onam, akam juda onamni xursand ham qiladi, mehribonlik ham. Lekin akam chiqarmaydi bu narsani, akam video qo'ymaydi ko'p. Mendan 15 barobar akam yomon onamga perjot qiladi-da. Men yaxshi ko'rishimni ko'rsataman-da ko'pincha Instagram. Lekin mendan akam hozir kichkina jiyani tug'ilgan, bizning o'yimizga onam akam bilan o'rganganda, hovlida yashashadi. Hozir shunga ketdilar kecha. Masan bo'lmayapti, tomga o'g'lim, akaniga ketaman. Akam qachon uni kelasiz bizanki? Menga qachon akam onamni uyga jo'natasan? Aka, biz ham onamiz. Shunaqa tursizlar deyman-da.
onamni tortishamiz biz aka ukam bilan. Onam malika tursin, bo'lmasa malika tursin. Ona turgan o'y baxtli o'y ham barakali ham bo'ladi aka. Da, rostdan. Shuning uchun ona akam juda ham onamni yaxshi ham ko'radi. Men qaysi joyga ovqatlantirgan olib chiqa olmayman, o'zi aylantirgan olib chiqa olmay qolishi mumkin. Yo'q, akam, aka, обязательно. Ovqatlantirgani ham o'ylanib, qaraydi, aylantirgani olib chiqib ketadi. U narsa akamni o'rniga olish kerak deb o'ylayman. Ko'p narsa shu akamdan o'rniga olaman-da men. O'sha narsani aytib ketay dedim. Shuning uchun qizcha, mischa birinchi onaga qilib qo'yish kerak. Keyingina qizga kelaveradi. Shunga ham To'g'ri. to'g'rimi? To'g'ri. Yo'q, men bu narsaga qo'shilaman o'z azaldan, chunki o'zimning ham onam bor, o'zimning ham ukam bor. Shu jiyanlarim, ukalarim ko'p vaqtini qizlarga sarflaganda shunaqa asabim chiqadi. Misol uchun, men ko'rsam, meni yonimdagi insonim menga ko'p vaqtini ajratayotganda, men uni onasiga ko'proq vaqt ajrataman. O'sha menga bergan vaqtini onasiga men o'zim vaqtim sarflayman. Keyin u inson ko'rib hayron qoladi, deb nimaga sen meni onamga uncha yaqin bo'lmoqchisan. O'sha narsani qizlar ham tushunmaydi. Ko'p qizlar eri bilan yoki yigiti bilan oisini orasini ochishga harakat qiladi, tipa. Ajilni chiqib ketishga, yana nimadir qilishga o'shanaqada. Men naborot doim yaqin bo'lishga harakat qilaman, lekin meni hayotimda shunaqa bo'lib qolgan. Men yaqin bo'laman degan insonlarim naborot meni uzoqqa tortishgandi. Aytmoqchiman, yoshlar отношения kerak emas. Umuman, rostdan ham o'qinglar, til o'rganinglar, ishinglarni qilinglar, 25 yoshgacha to'lqa karyera qilinglar. 25 yoshdan keyin уже to'yni o'ylanglar, qizlarni o'ylanglar. Qizlarni esa bizda O'zbekiston ko'p qizlar o'zi ham tanlamaydi nima qilishini, ota-onasi, ota-onalarga qarab ish qilinglar. Siz 25 yoshda xato aytdingiz lekin. O'g'il bolalarga 25 yoshgacha karyera qilish kerak, pul ham yaxshigina. Mana qarang, islomda ham bu ertaj o'ylanish sunnat. Ertachi o'ylanib olsa, mas'uliyat his qiladi odam. Yo'q, qarang, hozirgi zamonda oldin boshqacha bo'lgan. Endi men hozir kelib chiqib aytvaman. Hozir bizda nimagadir hamma joyda konkurensiya katta. Sportda ham konkurensiya katta, ko'rayotgan bo'lsangiz, mediada ham konkurensiya katta. Этот как o'qish kirishga ham hamma joyga, hamma yoshlar hozir chetga chiqib ketyapti, tezroq pul topay deb. O'sha narsa. Nimaga ular vaqtini yo'qotgan vaqtida? Chunki yurgan ko'chada, qizlar bilan yurgan, qizlarimizdan yugurgan. O'shancha vaqtini yo'qotgan. Ertachi o'ylansin deganim, ham mas'uliyat ham his qiladi odam o'zi. Boqishim kerak bo'ladi o'ylan. Keyin ham baraka ham bo'ladi hamma narsa. Bu sevgan qizchamni olishim kerak deb, bo'lmasa olib, shuncha bir xarajat qilib, o'qilib, buqilib, tirs yomon gap gapirib, bir-birini kelishmay ajratib ketib. Tez hozir ko'p ajrashlar ko'p bo'lyapti-da. Juda ham ko'p bo'lyapti, chunki nimagaki erkaklar ham o'zgarib qolyapti to'ydan keyin. Ayollar ham o'zgarib qolyapti. O'sha narsa вообще boshqa tomonga qarab ketyapti-da. Oldin boshqacha bo'lgan. Oldin ayol kishi o'ylaganki, men hozir ketaman deb bundan ertaga qayerga boraman? Chunki erkak bo'lgan. Erkak kishi hamma narsasini qilib berganda, ayol kishi bundan ketishdan oldin o'ylagan, bu meni orqamdagi devorim, tog'im bo'lib turibdi degan. Keyin qayerga boraman? Hozir esa ayollar o'zi samostoятельный bo'lib ketyapti, o'ziga o'zi ish qiladi, o'ziga o'zi pul qiladi, o'ziga o'zi hamma narsa qilgani uchun, menga nima kerak bu deydi. Bu men shuni aytib ketaman, hozir erkak kishi, ayol, yigit bolalar, o'ylanayotgan bolalar, hozir o'ylanayotgan ayoliga gaplashib, u bilan chunki hayot davom etib ketadi-da bu narsa. Bo'lmasa biz yaxshi ko'rib sevadi, chunki sevib qolib, uni faqatgina nimadir sabab bilan olib, keyin yoqmay qolgan payti davay devor sabab emasda, u ayoli sizga omonat beriladi. Siz Allohdan ayolingiz uchun so'ralasizda. U narsa omonat qilib topshiriladimi? U narsaga ayolingiz bilan gaplashib o'tirgan payti olish oldi siz gaplashasiz. Men o'zimni olib qarasam, menga qara. Men ko'chani bolasiman. Ko'cha yurgan bolalarda, hamma ko'cha yurgan bolalar bu yerda kelib, to'g'rimi aka? Hamma ko'cha yurib ko'rgan bolada, ko'cha yurgan bola ko'cha urush qilgan deb hisoblanmaydi. Ko'cha yurgan bola diviziyada pul topgan, kimdirlar bilan valaskasiya qilgan, mana shunaqa deb hisoblanadi. Men ko'cha yurgan bolaman. Ayolimga tushuntirganman-da, men olishim oldi. Men eng o'zim yaqin o'rtog'imni singlisini olganman-da. Qara, men seni olaman. Meni sen yuzim bo'lasan. Menga bizdan oq lesim bo'lasan, menga bitta qora dog', meni karyeramni tugatasan.
u payt karyeralari yo'q, endi o'zimni hayotim, oilamdan o'zim tushuntirib aytganman. Har doim telefon qilib, bu qaqqasiz, nima qilyapsiz? U yo'q. Menga qaqqasiz, qachon kelasiz? Emas. Javob yoziladi. E'tibor beriladi. Как положено e'tibor beriladi. Uyimga ketaman, u qilaman, bu qilaman. Yo'q. Uni qayerga olib borasiz, bu yoqqa borasiz? Yo'q. Qachon xohlayman, olib boraman. Qarang. Yo'q, bu sevgi bo'lmasligi mumkin. Siz baxtli hayot kechirishingiz kerak degan narsa o'yladim. Yo'q, siz o'zingizni ularni o'ylanish oldi, o'zingizni siz ularni qo'yishingizga prinsip bo'ladi. Mana shunaqa prinsiplarim bor meni. Ko'chaga ko'p yurib qolishim mumkin. 3-4 gacha yuraman, o'g'il bolaman. Qachon kelasiz? Men qo'rqaman, unaqa narsalarni qilma. Qachon kelasiz? Unaqa narsalarni qilma. Menga telefon qilaverma. Men shunaqa, mana shunaqa. Agar xato bo'lib qolsa, men yuzimga oyoq bosma. Shunaqa yuz bosasiz deb men uni o'zimni oilam bilan gaplashganman, ham otasi ham onasi bilan gaplashganman. Mana shunaqa bo'laman. Lekin biz ko'chaga ko'p yuramiz, gaplasha olmay qolishimiz mumkin. Siz aytishingiz mumkin, qanaqa sevgi, siz yozishmasangiz siz aylantirgansiz. Yo'q. Telefon bilan gaplashmaslik mumkin, yozishmaslik, lekin uyga boramizmi? Nima bo'ldi? Gapir deymiz. Dardini eshitasiz. Oilamiz boshlaydi. Bugun nima bo'ldi? Gapir. Bugun qarindoshlar keldi, masalan, oilamiz bunaqa, farzandimiz bunaqa ish qildi, mana bunday qildi, mana bunday bo'ldi, bugun shunaqa bog'chadan keldi, bunaqa bo'libdi, shunaqa vaziyatlar bo'libdi, uni eshiting. U vaqt o'ydan chiqmaganda u. U telefon o'ynagandir, yoki bo'lmasa nimadir kitob o'qigandir, uni eshiting. Nima gap so'z ayt. U lekin u gaplar menga qiziq emas. Lekin eshitish kerak. Eshitaman. Nima muammo? Eshitaman. Muammolarni eshitaman, unaqa gapiradi. Xo'p, u siz keyin qanaqa bo'lish kerak? Nimadir muammo, nimadir masala sizda ayolingiz biladi, sizni kissangizga nechta pul borligini, sizda ayolingiz biladi, sizga kissangizga pul yo'qligini, sizda ayolingiz biladi, siz qanaqa rassayni, siz qanaqa sassayni, sizni nastroyingiz zo'rmi, siz nastroyingiz yomonmi, ayolingiz biladi chunki. Siz unga ayolingizni so'rab, maslahat ola olashingiz. Mana shunaqa vaziyat bo'lyapti. Nima deysan degan paytda sizga maslahat bera olish kerak-da. Islomiy tomondan ham bunday tomonlar ham shunaqa qilsangiz, o'zi maslahat kerak emas, uni o'zi tushunasiz, lekin shunaqa narsalarni maslahat so'rash kerak. Keyin siz gapirasiz, zalga shunaqa bo'ldim, bugun men intervyu berdim, bugun zaldan chiqdim. O'shanaqa narsalar qiziq. Bizda charchadim, menga qara, bolamni charchadim, zaldan charchaganman deb yotsangiz, u faqat u bolalaringizga qaragansizda, yo'qsa sizga mehr bo'lishgan, sizni sovuqchilik tushadi-da, orada ekan. Shuni har tomonlama demoqchiman, bir gapirib, bilib, aylantirgan hal bitta vaziyat. Men o'sha kuni akam aytib qoldi. Mana bu Mangoda ochilish marosimiga boruvdik, keyin ochilishdan chiqqandan keyin aka Bobirni bolalar kelish kerak edi, deb boksga tushayotgan federatsiyaning boshqalari bilan gaplashish kerak, gaplashasizmi degan vaqtda menga Farg'oga aytdilar. Bugun bozor kun, bozor dedingizmi aka? Bozor edimi? Oilangiz vaqti qachon? Semeyni kunda. Bugun oilaviy kunim uka dedilar. Men suzazan qo'laveringlar dedilar. Qarang, oilaviy shuncha ish ko'p bu odamni ham. Qaysidir kunni oila ajratgan. Unga u kunga addushi ular dam oladi o'sha vaqt. Hamma joyga olib borishadi, to'g'rimi? Ana shu paytda eshitdimga, qarama eslab qolganman, o'sha payt shunday dediz. Hozir aytaman. U payt men eslab qoldim, men qarang, shuncha katta odamni ham, shunaqa biznes bor odam, shunaqa vaziyatda ajratib qo'yganki, men nima ajrata olmayman degan narsa bo'ladi-da. Da. Men ham qaysidir bitta kunimni oilamni o'zi ajrataman. Mayli, ko'chaga olib chiqa olmasman. Lekin o'sha kunni siyli uxlayman uyga. Bolalarim bilan bo'laman. Gaplashib o'tiraman. U yonida bo'laman. Mazza qilib dam olasiz. Nima dastavka qilay, bugun ovqat qilma. Son narsa qilma. Men hayotim davomida 3 marta gul beryapman ayolimga. O'sha kun gul berdim, ham keyin iPhone 17 podarka qildim. Ayolim telefon ishlatmaganda, men ko'p. Zo'r telefon ishlatmagan. Alhamdulillah, Qur'on o'qiydi. Qur'onlarni hammasini. Endi u nur bo'lgan, u ko'z bo'lgan. Ana shu farzandimni, Muhammadimni men olib chiqdim Rabbimni. 3 ta farzandimdan Rabbimni olib chiqa olmaganman men o'zim. Erkak zotini birinchi niyatim bo'la, farzandini tug'ilgandan farzandini borib Rabbimni olib chiqishni xohladim. Gullar ko'tarib, zo'r mashinalar bilan. Shu narsani men xohlaganman, farzandlarimni olib chiqa olmaganman. Lekin Muhammad yoshining 4-farzandimni bordim olib chiqib keldim. Bu narsa, bu shuncha sizni kutadi ayolingiz, zo'r kiyimlar kiyadi, salonlarga kiradi, farzandlarni olib chiqayotgan paytda Rabbimdan siz olib chiqishingiz kerakmi? Siz bora olmasangiz-da, sizda akangiz yo uydagilar olib chiqib qaytibsa. U aka boshqacha narsa-da. Albatta. U paytda ichkari bo'lib qolganman, menga yomon botgan.
o'sha kuni shuning uchun emotsionaal video qo'yganman-da, ko'zlarimga qandaydir yoshlar bo'lar mana Muhammad deb. Chunki o'zim olib chiqib ketdim-da borib. Bu narsa zo'r narsa deb o'ylayman. Kecha bitta video qo'ydim, Instagramga qo'ydim. Va o'zim bilan ancha yillar beri do'st bo'lgan shu Bobur ispanchikka moshina sovg'a qiling. U adashmasam shu shartnoma tuzilib, reklama bo'yicha pulni olib, sразу o'sha pulga borib moshina oladi, to'g'ri? Ha. Reklama oldim. Odamlar reklama qo'yman, u reklama qo'yding, u reklama qo'yiladi. U yonimdagi o'zim mening podpischalarimga foyda keltiradigan reklama qilaman. Men qimmat narsa qilmayman-da aka. Mana shu ustimdagi narsa ham 120 ming so'mda. Ko'plab qimmat narsa-ku yo'q. O'zimiz yaxshi kambag'al, yaxshi bolalarmiz. Bozorda anaqasimi? Ha, o'zimiz qiyinchilikda bunday ko'tarilganda, men ham takka o'ydim buni bu. Maka menga magazinlar, katta zo'r magazinlar ko'p yozadi. Reklama qilamiz deydi, u deydi. Men reklama qilayotgan mana ko'p aksariyatlari ko'p bolalar, kambag'al va yaxshi bolalar ko'rsatadi-da. Men zo'r narsani reklama qilib qo'yay, ular borib sotib olishga puli bo'lmasiga bo'lsa, ololmay, havasga. Lekin mana bu narsalarni olgisi kelsa, 120 ming so'm. Men aytmoqchiman. Yaxshi odamlarga yaxshi narsani reklama, yaxshi bolalarga lupopet olib olish mumkin degan narsani reklama qilib, odamlar shuncha yomon ko'zga qarab qoladi menga uchun reklama qo'yganimga. Harakat qilib pulini oldim. Aka, nima qilsam deyapman-da. O'rtog'imga shunday telefon qilsam, o'rtog'im kelib, men yonim ko'p kelib yuriydi-ku Bobur. Kelibsam desam, "Boraman" deb taksi qilaman deydi, yo'qsa metro qilaman deydi. Qarang, Gold tog'ingiz bo'lib turib, hozir shu darajaga yetkazgan ispanchik bo'lmasa men Tailandga bormasdim. Avval Alloh, men Instagram rivojlanmasdi. Menga Instagramdan pul kelyaptimi? Bobur turibdimi bu narsaga? Men Boburga liyimni berib yuborishga tayyorman. Shunday. Aka, shunday oldim pulni, bismillah deb shunday bordim. U hech kim shunday pulni berdim, mashina shunday oldim aka. Men kredit degan narsalarga birontadan kreditdan uzoqroq yuringlar. Foiz tiqib sizlar mazalat qochirib deydi. Unaqa narsadan uzoqroq yurish kerak. Kredit, foizli pullar. Shunday bordim aka, shunday sotib oldim, shunday Boburga berdim orta. Uni kayfini ko'rib, undan xursandchiligini ko'rib, aka menga $1 million pul bersa ham, unday xursand bo'lmayman-da men. Bir marta Saidov Olmazor sudya chiqarib o'rganga yomon xursand bo'ldim aka. Meni o'rtog'im xursand bo'lganga shunday xursand bo'ldim. O'rtoqjon, rahmat deyap, seni yaxshi ko'raman deyapti-ki. U narsa menga aytmaganda, o'rtog'im seni yaxshi ko'raman demaganda shu yoshgacha. Men seni yaxshi ko'raman deyapti. Aka, shunday narsani o'zi menga yetadi. Meni shu bolalarim to'q bo'lsin, meni o'zim to'q bo'lsin, menga ortiqcha pul kerak emas. Ortiqcha pul kerak bo'lsa aka ehson qilamiz inshaalloh. To'g'rimi? Bu dunyo o'lib ketamiz. Mana degan o'lib ketdi. Mana deganlar. Shu rostdan ham pul deyshadi odamlar. Lekin hamma narsa pulni ketidan kelyapti. Puling bo'lsa ehson qila olasan. Puling bo'lsa odamlarni xursand qila olasan. Bu hozirgi dunyoni o'sha obmenkasida prosta pul almashadi nimagadir. O'shani tushunaman. Endi hozir mana Gold san, Shahzod san juda ham O'zbekistonda mashhur, endi tanishlar ham bor. Atrofingda har xil insonlar O'zbekistonga kelganda ayniqsa ko'payib ketgan bo'lsa kerak-da. Mana hozir Gold do'stingga mashina sovg'a qilding. Yana shunaqa o'zingni e'tiboringda, o'zingga ko'nglingga yaqin bo'lgan qanaqa insonlar bor, qanaqa do'stlaring bor? Biz endi ko'pchilikni ko'ramiz, misol uchun internetga chiqib bitta ikkitasi ham gapirib beryapti, mana Gold bratishkam deydi, Gold o'rtog'im deydi, har xil insonlar gapiryapti. Men aka bratishka degan so'zni yomon ko'raman-da. Bratishka desa aytardi, "Seni bratishka Afrikaga yuribdi, bambukka saklab banan yeyman deb. Bratanligiga satvesi qilib qo'ysang bratishka deydi-da. Mana shu joyini kelsa o'sha bratishka deydiganlar jo'natib qo'yinglar. Shuning uchun bratishka deyaptimi? Bratishka deydi, taratishka deydi. Bratishkalar degan Afrikaga yuribdi deylar. Bambukka banan yeyman, bratanni qidirib. Satvesi qilib qo'ygandan keyin uni aytsa bo'ladi bratan deb. Meni boshimga sinov kelib qoldi aka, ko'plar qochib ketdi. Kontrakt qilgan bitta ikkita joylarim qochib ketishdi. Aka, hozirgi shunaqa vaziyat, hozirgi shunaqa zamon, birov $100 bo'lmasa $500 berayotgan zamon emas. Hozir shunaqa zamon bir bermaydi. Bersa, o'shani ro'kach qiladi. Beradi, o'sha narsani sizdan ertadan so'rab oladi. Shunaqa zamonda hozir. O'zingiz bilasizki, shunaqa vaziyatga. Shunday qamalib qoldim. Kontrakim bor, Rahmon Ali. Bilasizlar o'sha lider Avtocity. O'sha odam bo'lib ketib qolsa kerak deb o'yladim-da men qamalib ketgandan. U meni hech qachon chaqirmagan, men o'zim kelganman. Lekin bir hafta oldin u bilan Malayziyaga edimda, shu narsa ana bo'lib qoldi. Hech qanaqa men bo'lib ketsa kerak u deb o'yladim. Yo'q, u aka kontraktni ham uzmagan. Keyin ham uyga borganda aka $10,000 pul berganda, $10,000 pul berib, ustiga yana bir $2,000 pul berganda kontraktlarimni tashqari har oy lekin kontraktim tushib turadi. Pul berib,
mana agar yana yetmasa golga aytasizlar qaysidir joyga yetmasa deb akamni qo'liga berib ketgan. Chiqdim akaman. Kim qoldi, kim anaqa qilmadi. Lekin sen qamoqdaligingda qaytib kelganda qamab qo'yishdi-ku. O'sha inson anaqa gap tagida qolib ketdi-da. Har xil chuma blogerlar video qilib chiqdi, uni ayblashdi. To'ppa to'g'ri. Yo'q, men chiqib kelgandan keyin bilaman bunaqa narsalarni, tushunapsizmi? Hamma yoqqa borsa san Rahmon, yo'q, men Rahmonni chaqirmagan aka. U mana shu narsani satisfaks qilish kerak, bu narsani berdi. Sizni yomon kuningizga sizga yaxshilik qildimi, qanaqa inson bo'lmasin, sizda bir umr esdan chiqarmasligingiz kerak. Bir umr. Mana Bobur menga shuncha yaxshilik qilgan, men Tailandga chaqirman shunaqa vaziyatga keldimmi, men hech qachon Boburni unutmayman. Ham endi Rahmon Alini ham unutmayman. Bratni ham. Chunki hozir shunaqa zamon $100 bermaydi o'sha odam. O'sha vaqtga borganda qamalganini eshitib, birdan shuncha pul berib, agar yana nimadir kerak bo'lsa aytasizlar. Men chiqdim aka. Ularnichi men chiqdimmi? Lekin aytib turgan yaxshimi, agar nimadir yordam kerak bo'lsa aytinglar deb bir ikkita akalar ham chiqqan. Bitta ikkita akalar bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana Aziz telefon qilib turgan. Bir ikkita yaxshi akalarim telefon qilib turgan. Lekin bunaqa bir nimani aka? Siz eqqach kerak bo'ladi, siz farzandlaringiz bo'ladi, ularga pul kerak bo'lib qoladi, lekin ular ayta olmaydi. Oilamni o'zi, otamni, akamni o'zi hamma narsa yetarli. Ularga pul. Lekin unaqa bir nimani qilib borib, u boshqacha narsa. Chiqdim aka, shuncha pul bergan ekansiz. Ha, berganman. Hozir shu narsalarni kontraktimizni qo'shib yuboramiz. Men o'sha narsalarni sizga reklama qilib, birga ishlab sizga uzib yuboraman desam, bu inson shu narsani aytdiki, u narsani uka Alloh uchun berilgan dedi. Menga aytdi. U narsani kechikamiz, uni eslamang, yangi kontrakt qilaveraylik deyapti. Aka, necha pul topsin, aka shunaqa boylar bor, qattiq boylar bor. Aka shunga chiqdim. Men abbakam urib yiqitdi kulachkaga, bilasizmi? Keyin ruschalab men yonidagi balaga Armanga salom ayttir dedim. Uni Arman Sarukan deb o'ylashibdi. Salom. Rahmat aytsa, men rahmatim yo'q. U Aramat deydi, u Arman Hayibni legan direktor. Shunga chiqdim, chiqqanimda $30,000 pul taylab berdi. Qamoqdan chiqqan. Ha? 30,000 pul taylab berdi. Hozir sen meni ukamsan. Ruscha u Armaniyadan turib, menga O'zbekistonga bilmana qilyapti, aka. Shunga chiqib $30,000 taylab beryapti-da menga, o'zingga kelib ukajon. Qachon O'zbekistonga chiqayotgan vaziyatga hamma narsani yechishtirib olasan, men senga har doim jang qilib beraman, sen bilan birgaman deyapti. Bu narsa kuchli narsa-da aka. Alloh o'zi kerakli insonlarni yuboribdi vaqtida. U narsalarni men unuta olmayman, aka. Shuning uchun men aytaman, shu bratan bo'ldingmi, bratanligi satvisi qil. Bu o'tgan, bu hayot o'tar ketar. 1 soatdan bizlar yillar davomini orzu qilamiz. 1 soatdan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. 1 soatdan keyin hozir chiqsa nima bo'lishi, mashina urib ketishi mumkin. To'g'rimi aka? Yillar davomini niyat qilamiz-da. Yaxshi niyat qilish yaxshi, lekin 1 soatdan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun yaxshilik qilgan yaxshi demoqchiman. Kimni ehsonlar qilib aka, nimadirlar qilish. Men shuni qo'lim pulim ko'p bo'lib ketsin, men ehson qilay. Ehson qila olmasanglar ham birovlarga yomonlik qilmanglar, prosta iltimos. Kimgina o'tir qisibgina. Mana kecha do'stingga o'sha mashina sovg'a qilganda, bu ham bitta ehsonda. Ehson hisoblanadi. Aka, ishonasizmi? Ortiqcha pulim qolmadi. Narximda o'zimga yetayotgan pulim bor, uni ortiqcha oilamga yetayotgan pulim bordir. Lekin menga ortiqcha pulim shunday keldi, ortiqcha pul turmasin deb shunday mashina olib og'aynimga piyoda yurmasin og'aynim, shunday mashina padarga qilib yubordim. Shunday olib mashina padarga qilib yubordim. Og'aynimni padargadan keyin quvonchini ko'rib, men maza qilolmanki, vaqt dedim, u pul olganimga ham xursand bo'lmaganman, nima aka? Og'aynimning xursandchiligini ko'rib, juda ham xursand bo'ldim, aka. Shuning uchun o'rtoqlaringizga aytaman, do'stlaringizga, men 3 ta do'stim bor dedim. Bitta nima desam, o'rtoqlarim juda ko'p, do'stlarim ko'p, lekin bliskisi, Alloh uchun do'st bo'lganlarim Suhayl, Javohir, ularni ikkovi ham Alloh sinov bergan, ikkovi ham ichkariga ularni. Alloh sinov bersin, yaqin kunlarda ozodlikka chiqishadi. Ular ham janjal qilib qo'ygan ko'chaga. Shu vaqtlar. O'shalar chiqadi inshaalloh. Ularga ham обязательно. Ular Instagram kirmaydi. Ular bitta men Instagram yetaydi senga degan bolalarda tirnoqga qilib sportsmen bolalar. Qashqarda turadi. Ularga ham обязательно inshaalloh pul yetkazadi. Mashinalar padarga qilib, inshaalloh zo'r yashash nasib qilsin va niyat qilsin. Nasib qilsin aka. Mana yaqinda videolar ko'p muhokamaga sabab bo'lyapti-da. Bular nima qilyapti? Blogerlar video qilib tashadi.
o'zi blogerlar sizlarni bitta xato o'ylab poylab turishadida. O'sha bir gapirdi, san qozonni man tojini uraman. Endi o'tdi san erka bo'lanni uraman, anaqani uraman, samandarni uraman deb aytmoqchi bo'lganda endi shunaqa san qozonni man tojini dedi. Hate bo'lib ketdi. O'zi ham blogerlar chiqdi, boshqalar chiqdi. O'zi bir-birlarini bitta ikkita mana shunaqa momentlar chiqib qo'yapti-da, san ham bitta ikkita mana face-to-face'laringda mana shu blogerlar tema qilib tashyapti-da. Sal sezmayapsanmi, sizlarga sal negativ bo'lib qolishmadimi odamlar? Ha, bu narsa negativ bo'ldi. Uni men boya aytganda tushunganlar tushunadi. Sport yurishga yurganlar, bir yuragi hujuri bor odamlar. U qozoq, qirg'iz, san qozoqda urasan, men tojikda uraman deganlari hamma tushunadi. Erka bularni aytibdi, keyin madrahimni aytibdi degan narsani tushunadi. Lar qo'shilmagan. Qozoqlar, yo bo'lmasa qirg'izlar yo tojiklar degan lar qo'shilsa, undan ushlasa bo'ladi-da. U bitta shu narsamiz bizani ko'p olmagan olib ketdi. Mayli, shuni bu ham yaxshiligidir. Allohda aytgani bo'ldi, tonimagan insonlar yana tonib ketdi boshqa davlatdagilar. Bu ham yaxshiligidir. Yana akam chempion bo'lib aytdi abbagam, "Mana shunaqa, biz do'stmiz." Bu narsadan sal narsadan kesa olayotganlar, menga qaranglar. Bu narsa yaxshi narsa emas. Bu yaxshi narsa emas. Ko'tarilmoqchi bo'lsang, boshqa narsa qil, bir yoqotgan narsa bu, ko'tar. Keraksiz narsadan qilib ko'tarilish yaxshi narsa emas aka. To'g'rimi? Hozir hamma shundan ko'tarilyapti, chunki deganda bizda shunaqa bo'lib qolganki, odamlar faqat negativ ko'rgisi keladi. Kimnidir hayotini, kimnidir urushini, kimnidir temasini, o'shanaqa narsa bo'lib. Yana aytmoqchiman, qaysidir sportsmen, qaysidir promotion yurishayotgan, qaysidir katta ligaga urush qilayotgan sportsmenlar yoqtirmayotgan bo'lsa, qaysidir nimadir qilib gap qo'yapti-da, qaysidir yozib qo'yayotgandir, yo'qsa gap qilib qo'yayotgandir. Bizani ismimizni yozib qo'ymayotgandir, lekin o'rab qo'yib qo'yayotgandir. Tekkizib qo'yayotgandir. Kimnidir gapi bo'lsa agar, bizning nomerimiz bor. Bizdan aloqa. Bu o'tirgan insonning birinchidan duxi yo'q. U faqat mana shu Instagramda gapirishga aqli yetadi. Hayoti uni shunaqa o'tganda. Men bilaman, keyin aytaman sizga. Taniqli sportchi. Uni hayot shunaqa o'tgan. Hechjon primoy kelmagan. Mana shunaqa bloger bo'lgan. Endi biz ham uni oldin boshqa deb o'ylaganmiz. Hozir endi qanaqadir komfortli joyga borib olib shunaqa videolar qo'yapti-da. Endi kelmaydi hayotda. Misol uchun o'sha sportchilar. O'shaning uchun unga e'tibor bermasangiz. Ha, sportsmenlarni aytaman, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar gaplaring bo'lsa, 50 nol reket bo'lasanmi, 90 nol reket bo'lasanmi? Men O'zbekistonni bayislar bilan musobaqaga urushmayman deb aytganman, lekin agar gaplaring bo'lsa, lubo joyga boraman-da. O'tirib shunday ko'zma-ko'z gaplasha olaman. Hozir lekin menga ko'chaga urush qilib janjal qilishlardan o'tib ketganman men unaqa endi sistemalarda. Agar nimadir gaplaring bo'lsa, glazma-glaz o'tiramiz, xudo xolasa. Kimnidir gapi bo'lsa. Gaping bo'lsa menga Instagramga qo'yib yotmanglar. Instagramga qo'yib bizani anaqa qilyotmanglar. Gaping bormi? Telefon qil. Gaping bormi? Ko'rishib ol. Mana shunaqa joyga xato qilibsan degan bachinamni aytdi-da, men senga ras qo'yib beraman. Mana shunaqa bo'lgan deb. To'g'rimi aka? Kerak emas Instagramga unaqa narsa arqadan ishlab. Lekin bularni ko'pida hozir mana shu erkakchilik pasayib, shunaqa gapini sanga misol gapi bo'lsa, Instagram orqali gapiruvchi sportchilar ko'payib ketganda. Ularni nima deb bilasan? Ayol testosteroni ko'payib ketgandan bo'ladi-da. Hozir o'zimning yaqinlarim bor aka. Meni oldindan toniganlarim bor. Hozirgi vaziyatga ko'ra olmayapti ular. Ular ham vaziyatga hozir ko'ra olmayapti. Alloh beryapti-ki, ular ko'ra olmay yonyapti aka. Bilinadi-da, yuragiga qorasi bor-da. Yuragini ochiq qilib qo'yish kerak. Yana aytaman, o'lim haq bir kun o'lamiz. Lekin ko'ra olmaslik bo'lmasin. Mana aka, meni ortiqcha pulim yo'qdir. Men o'g'ayimga xursand qilaman. Yana ham o'g'aylarimni xursand qilaman. Yana ham. Kibrga berilmaymiz inshaalloh. Kibrga berilayotgan bu qaysidir joyga berilib qolayotgan bo'lsam, aka ayting, Lubobek, Shahzodjon, to'g'ri yo'l, men gapingizni olaman. Chunki yosh katta, siz akamiz ko'pni ko'rgansiz. Meni hurmat qilgan akalarim, yo'q men ko'chadagi tonimagan akalarim bordir. Mendan yosh katta ko'pni ko'rgan akalarim bordir. Qaysidir joyga xato qilib qo'ydimmi, yozib yotmanglar, internetga qo'yib yotmanglar video qilib. Menga chiqinglar, Shahzod, shu joyga xato qilyapsan. Mana shuni to'g'rilab olinglar. Aka, gap bo'lishi mumkin emas deyman. Men to'g'rilab olaman o'zim. Shuning uchun shuni aytmoqchimanki, kim bo'lishidan qat'iy gapi bormi, o'zimga kelib chiqib gapiringlar. Men keyin internet qo'yaman, meni obrazimga meni boshqa odamlar boshqacha tushunyapti. Shu narsani anada aka. Dostoyniy mujiki, порядочный mujiki desang-ku, shu kategoriyaga qanaqa insonlar kiradi? Bu dostoyniy degan narsa aka juda seryoz narsa-da.
o'ta seriozli narsa. Bu chiroyli o'ttirib, chiroyli qilgan narsaga qaraydi. Dostойный degani hayotga dostойный bu deydi-ki, bu dostойный bu degani har bir gapni bir filtrovat qilib gapirib, har bir ishni keyin har qilayotgan narsangni bir qarab qilishingga, e'tibor berishingga aka. Ko'p g'iybat, erkak g'iybat yomonda, ayol g'iybatdan ko'ra. Ana shunaqa narsaga aralashmasdan aka, mana shunaqa narsalar qarashni, e'tibor berishni, o'zini to'g'rilab borishni, ko'p boya aytganimdek ko'p gapirmay, ko'p eshitishlik aka, tushunamizmi? Ko'p kulmaslik, o'shanaqa narsa paradishniga kiradi aka. Dostойныйlik kiradi. Ukaliga, akaliga ukalik qilib berish dostойныйlik kiradi. Qaysidir sizga yomon, siz hozir yaxshisiz, sizga ko'p kishi telefon qilyapti. Siz yomon kuningizga kulfatga tushib qoling, aka nomeringizga telefon topa olmaysiz. Telefonni qidirasiz, og'aylar yo'q. Shuni ichkariga kirib qoldim, aka nomerlarimgacha, men bilan tushgan rasmlargacha o'chirib qo'yilashdi. Aka, shuna vaziyatlar, ular недостойный hisoblanadi. Ular konchini hisoblanadi. Ularning недостойный. Paradishni degani aka, любой joyga paradishni bo'lib yurasiz. Oilangizga ham, ko'chaga ham, har xil joyga paradishni bo'lib yursangiz, o'zingizga qarab aka. Muhammorskiy obrazizm deydi. Muhammorskiy obrazizmdan chiqib, paradishni desa, paradishni degani ana shu narsa aka. Sizni yaxshi kuningiz bo'lsin, yomon kuningiz bo'lsin, o'ng tomoningizga bo'lsa, har xil joyga sizni qaqizdir og'risa, mana shu qizni nimadir og'risa, bu duganalar ham bo'ladi, dostойный dugana bo'ladi, bitta erkak kishi emasdir. Uni ham birgalikka o'shani dardni olib. Yo'q, faqat oila. O'sha dardni ham birgalikka qilsa bo'ladi-ki, sizni qaysidir joyingiz og'riyapti, u perjivot qiladi aka. Shunday odamlarni ko'rganman, shunday do'stlarni, shunday bolalarni ko'rganman. Perjivot qiladi. Sizni qaysidir og'riyapti, perjivot qiladi. Qarang qanday yaqin. Men ichkariga kirgan paytim Bobur aka 3 ta 4 ta o'g'aynim ana shu bolalar yomon perjivot qilgan. Bobur onam aytadilar, bolam Tailandga qolib ketishdi-ki, oilam meni. Har kun yig'lab chiqargan aka Bobur. Yig'lab onam yoniga chiqargan. Xolajon zo'r ketyapti o'rtog'im. O'rtog'im zo'r ketayotgan ekanda o'rtog'im deb yig'lab chiqargan. Aka, yig'lab yonlariga kelar ekanda. O'g'aynim sog'indim deb. Men u o'g'aynimga moshin tugul butun borimni berib yuborishga tayyorman aka, unaqa o'rtoqqa. U onam shunaqa xursand bo'ldilar aka, o'rtog'ingga berib zo'r qilibsan-da, bolam debdilar. Shunaqa xursand bo'lyaptilar, ishonasam shunaqa perjivot qiluvdi deyaptilar. Aka, ana shuning uchun dostойный deb mana shunday bolalarni aytadi-da. Недостойныйlar, siz aytgan bolalar bo'ladi unaqa. Hop, mana shu so'zlaringni ayrim chumma blogerlar tema qilib, prikol qilib chiqishyapti. O'shalarga glавныйsi asabiylashib, berilib ketib, tam sпрос qilib qo'ymagan demaydi. Ehtiyot qilib, glавныйsi muhim oila, atrofingda shunaqa достойный insonlar bo'lsin, xudo xolasa. Gap yo'q aka, xudo xolasa. Undan ham huzurlarga erishgan. Suhbat uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa hali yana ko'p suhbatlar qilamiz. Keyingi jangi anonsini kutamiz, yangiliklarni kutamiz. Shu, xudo xolasa keyingi suhbatda ham o'sha jangdan oldin qilamiz, xudo xolasa. Bo'ldi inshaalloh. Sog' bo'linglar, mujiki, bu hayotga inshaalloh dostойный bo'linglar. Sizlarning o'lib ketgan vaqtganlaringiz ham sizlarning farzandlaringiz shu odamni farzandiman deb faxrlanirsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yana ko'rishamiz. Yana ham butun hozir O'zbekiston ko'rayotgan bu videoni. Inshaalloh butun dunyoga intervyu bergan vaqtimiz ular bizani gapimizni nima deb degan deb perevod qilib O'zbekistonni perevod qiladi, inglizchalar qilib ular bizani gapimizni eshitayotgan qiladi inshaalloh. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.